ustozimiz Bahodir Qosimov. Mikrofon operator bo'lib kirganman ishga. Butun mani qilgan ijodim bor-ku, bizda chaqiribdi. O'sha hadi bitta aktyorlar bilan 2 yil 3 yil ishlash qiynab qo'ymaganmi? Aktyorlarni ko'zidan yosh chiqqan paytlar ham bo'lgan-da. Chunki o'sha bilan yashaydi. O'zimdan kelib chiqqani, avvalambor Alloh. Mani hech kim borib, hech kimga reklama qilmagan. Bahodirjon, afzaldan kelgan mani hech kim xabar qilmaydi deyman. Ayniqsa tekshiramiz xafa bo'lib qolardi-ku. To'g'ri, o'zlari to'g'rilab ketsalar unday qilib. Qalay, Ism bilan odamni esdan chiqarsin, keyin sizni chaqiraman. Hadib Bahodir akanga bormasdan kelib bu yerda o'tirgan, menga ham kelgan derdi-da. Bitta filmni rejissyor 8 marta ko'ryapti. Iya. O'zbekcha gapir. Mamad qilaylar. Shunaqa. Jahongir aka bitta kichkinagina e'lonim bor. Ko'p o'ylab chiqdim. Nima deysiz bilmadim. Hozir mana bizda ko'p soniga takliflar tushyapti. Aktyorlarni chaqiringlar, palon aktyor deyapti. Tomoshabin qiziqyapti. Bu albatta odamni xursand qiladigan holatlar. Lekin o'zingizga ma'lum, har bitta sonimiz o'ziga yarasha palon million bo'lib ketyapti. Har bitta sonimiz yonimizdan xarajatlarimizni yonimizdan qilib boryapmiz. Albatta bu o'sha dublyajimiz ravnaqi hamda faxriy dublyaj aktyorlarimizni eslash uchun qilinayotgan harakat, orinmay, nima qilmay qilyapmiz. Lekin baribir o'ziga yarasha xarajatlar bor. Shunga bir taklif qilmoqchiman. Xo'sh. Ko'p tomoshabinlardan taklif tushyapti, donatni yo'lga qo'yinglar deb. Shunga shuni eksperiment qilib, karta raqamini yozib qo'ysa, mana shu videoning tagiga yozilgan karta raqamiga masalan kim qancha imkoniyatdan kelib chiqib o'sha donat qilsa, biz albatta ko'rsatuvimizni davomiyligi va ko'plab dublyaj ustalari va aktyorlarni chaqirib ishlashimizga yordam bergan bo'lardi. Zo'r bo'lardi. O'sha moddiy qo'llab-quvvatlansa, keyin yana bitta narsasi bor-da, Anvar. Hozir mana shuncha faxriy ustozlar kelishyapti-ku, endi shular endi qo'pol aytganda qutlug' uydan quruq ketmasligi uchun ham biz nimadir qilishimiz kerak-da. Iloji boricha qanaqadir sovg'a salom qilib jo'natsak, menimcha bu bizga ham, obunachilarga ham bir qanaqadir yaxshi ma'noda bir obro' olib berardi. Chunki bular xonadonimizga mehmondek kelib ketishyapti. Hech bo'lmaganda qo'llariga bir kichkina sovg'a salom bersa yaxshi bo'lardi va hamkorlikka ham chaqiramiz. To'g'ri, agar homiylarni taklif qilamiz. Homiylar agar bizani shu loyihamizni qo'llab-quvvatlayman degan katta tashkilotlar yoki bir homiylar bo'lsa, biz juda ham xursand bo'lardik. Bu ishimizni to'xtab qolmasligiga ko'mak berardi. Keyin bilamiz, shu tomoshabinlar ichida kinoni fanatlari ham juda ko'p. Albatta. O'sha insonlardan iltimos qilardik. Mana shu loyihamizni homiyligini olib turib, shu manfaatli bo'lishini, xalqimizga bir yetib borishini, dublyaj haqidagi ma'lumotlar, qadriyatlar sizlardan katta bir yordam bo'lgan bo'ladi. Homiylar uchun Instagram sahifamiz Anvar Muhammedovga kirib bemalol yozishingiz mumkin. Men har bitta taklifni ko'rib chiqishga tayyorman. Vaqt ajrataman bunga albatta. Shuni bir qilib ko'raylik dedim. Nima deysiz? Zo'r g'oya, yaxshi. Bizga ham ancha yordam bo'lgan bo'lardi. Albatta, endi. Chunki to'xtab qolishi bor, boshqa bo'lishi bor-da. O'shanga biz erinmay, orimay, tolinmay chaqirib, har bitta mehmonni shu kerakli savollarni sizlarni ko'maginglar ortida berishga tayyormiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Mana hafta o'tib, yana sizlar bilan birgamiz. Bugun biz studiyamizga ajoyib inson, dublyaj rejissyori, ko'p yillar mobaynida xalqimizni chin ma'nodagi ardoqlagan rejissyorlardan biriga aylangan ustozimiz Bahodir Qosimov. Bahodir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Bahodir aka. Xushvaqt bo'linglar. Bahodir aka, mana sizni ancha chaqirdik, poyladik. Nimaga? Sababi uni o'zimiz yaxshi bilamiz, chunki siz ko'z temasdan hali ham shu dublyaj ichida eng faol rejissyorlardan birisiz. Bugun siz bilan vaqtingiz kamligini ham bilamiz, shuning uchun meni savollarim qisqaroq bo'lishga harakat qilaman, lekin sizdan ko'proq javob olamiz baribir. Birinchi savolim shundaki, o'sha
siz dublyaj rejissyorligini mana qariyb 50 yilga yaqinlashdi, 50 yilga yaqinlashyaptimi? O'zi ish faoliyatimga Aha. mana 74-yilda boshlangan. Ana. Shu 53 sohasiga, 53 yil bo'larkan. televideniye sohasiga kirib kelgan, 74-yilda kirib kelganman bu sohaga. O'sha eski studiya bo'lardi, bilasizlar, yor kinosida ko'rsatiladi. Ana o'sha bino o'zi bor. Telefilm. Hozirda telefilm binosi. Atrofida boshqa bino yo'q edi, o'sha binoni o'zi edi. Hattoki hali metro ham yo'q edi. O'sha yerga kirib kelganman. Endi meni kirib kelishimga endi sababchi bor. Har kim o'z-o'zidan ko'chadan kirib kelavermaydi. Kimdir sababchi bo'ladi. Mana o'sha ham ustozim, ham tog'am Farhod To'ychiyev degan ovoz rejissyori bo'lardilar. Alloh rahmat qilsin. Shu odam meni yetaklab o'sha olib kirganlar. Sababi institutga kira olmaganman. Keyin bu yoqqa ishlar o'rgan deganlar. Shu bilan sekin-sekin, asta-sekin mikrofon operator bo'lib kirganman ishga. O'sha hozirda o'sha marhum bo'lib ketgan katta hofizlarimiz, olimlarimiz, san'atkorlarimiz, Qahramon Umar, Sobit Qobulova, Tamakkal Qodirov, shunga o'xshagan katta aktyorlar yoki bo'lmasa xonandalar kelganda mikrofon qo'yardik. O'sha mikrofonni qanaqa qo'yishi, to'g'ri qo'yishi texnikasini menga o'rgatishgan. Necha kishiga qanaqa qo'yiladi mikrofonlarni tiplari, ya'ni ularni qanaqa mikrofonlar bor, ular ham o'ziga yarasha sirlari bor. O'sha bilganinglar katta studiya bo'lardi, 300 kvadrat metrli. O'sha yerda ikkita juravel degan mikrofon bo'lardi, ya'ni tepadan qo'yilardi. Biz naushnikni eshitib, o'sha tepadan ovoz rejissyorini buyrug'iga bo'ysunib kim gapirsa o'shanga mikrofonni yo'naltirardik. Keyin 4 tagina mikrofon pastdan qo'yilardi. Mana o'sha joylarda katta spektakllar bo'lardi. Har dushanba kuni teatr kuni bo'lardi. Bitta spektakl qo'yilardi. Xullas shunaqadan boshlaganman, keyin sekin o'sha zina bo'yicha ovoz rejissyoriga yordamchi, ovoz rejissyorining assistenti, keyin ovoz rejissyori kategoriyalar bo'lardi. Birinchi, uchinchi, ikkinchi, birinchi, oliy. O'sha paytlarda bizani har bitta ovoz rejissyorlarni toifasi, ayniqsa o'sha oliy toifalar Moskva orqali belgilanadi. Xullas shu darajaga yetib kelgan axborotlarda ishlaganman. Izmalay qo'yganmanmi? Zo'r. Uzun ma'lumot. Xullas axborotlarda ishlaganman. Keyin o'sha mustaqilligimizni birinchi yillarda ham ovoz rejissyorlik qilganman. Endi bitta o'zim emas, yonimda sheriklarim ham bor. Ustozlarim ham bor edi. Xullas shundan sekin o'rganib, insonda bir shunaqa xususiyat bor-da. Bir narsani intilasan, harakat qilasan shu yetib olishga. Shu yetding, qo'lingdan keldi, qildingmi? Keyin bu yog'i senga qanaqadir zerikarliroq tuyuladi-da. Keyingi bosqichga harakat. Keyin dublyaj o'sha paytda sal kamayib qoldi. Keyin men bu mustaqillikka o'tganimiz sababli keyin o'sha kino studiyada dublyajlar kamayib ketdi, to'xtadi desa ham bo'ladi. Shundan keyin u televideniyega ko'chdi. Shunda men ularga ovoz rejissyorlik qildim. Eslatgan bo'lsanglar, Qirol sher degan multfilm bo'lardi. Kamoliddin aka rahbarlik dublyaj rejissyori bo'lganlar. Bunga Azim aka ikkalamiz ovoz rejissyorlik qilganmiz. Shu bilan keyin dublyajga qiziqish uyg'onib qoldi-yu. Shu bilan keyin kichkina multfilmlarga dublyaj rejissyorlik qilishni boshladim. Keyin bir ikkita filmlarga. Shuni orasida dublyaj degan ko'rsatuv paydo bo'lib qoldi. Shuni menga ishonib topshirishdi. O'zi shu savolni alohida bermoqchi edim men. Chunki biz orzu qilib ololmagan intervyularni Bahodir akam olganlar, ko'pini olganlar. U haqida ham bir bafurja gapirib berasiz. Shu bilan keyin menga o'sha ko'prik bo'lgan. O'sha zalvorli dublyaj rejissyorlari, zalvorli dublyaj aktyorlari, muharrirlari bilan yaqindan tanishganman-da. Shu bilan keyin shu ko'rsatuv qilganman. 20 dan ortiq ko'rsatuvim bor. 20 minut, 23 minutlik narsalar. Katta arxivda bormi? Hozir internetda aylanadi, To'lqin Tojiyev bilan suhbat. Bahodir akam olganlar. O'sha keyin boshqa Obid akam bilan olingan ko'rsatuvim bor. Abzal akam bilan olingan.
Diyos akam bilan olingan ko'rsatuvlarim bor. Diyos Rahmatov bilan, keyin muharrirlar bilan, keyin Hamza akam rahmatligiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarim bor edi. Hozir men endi bular qanaqa qilib yo'qolib ketgan o'zim ham bilmayman. Chunki har doim o'zi shu muammo. Mana kecha men jonli efirda ham gaplashib turamiz-ku. Bizda bilsangiz arxiv degan narsamiz yo'q edi o'zi. O'sha SPga yozsak, uni ustidan ko'rsatuvlarga o'chirib tashlayverardi. O'shanda men esingizda bo'lsa, o'sha dublyajda sport kanalida ishlayib yurgan paytimizda men rahbariyatga rosa iltimos qilganman. Menga bitta kompyuter olib beringlar, biz o'zimizga arxiv qilib olaylik, diskka, DVD diskka, boshqacha yo'li yo'q edi, to'g'rimi? Rosa kirganman. Bitta kompyuter olib beringlar, olib bermaganda. O'shani o'zimiz uchun shunaqa arxiv qilib qo'yardi. Yana bitta tarafi bor, Bahodir aka, hozir men shu bizning obunachilarimiz ichida ishonasizmi, shunaqa insonlar bor ekan, ular bilan ham xudo xolasa alohida ko'rsatuv qilamiz. 20 mingdan ortiq biza o'sha paytda qilgan narsalarimizni efirdan yozib olishgan ekanda, o'zini shaxsiy arxivini qilgan. Siz bilan bizni eslolmaymiz, o'zimiz qilgan ishlarimizni eslolmaydigan kinolarimiz o'shalarda bor. Siz ham qancha yo'qolib ketgan kinolaringizni aytsangiz, o'shanda topib beramiz. Baraka topsin. Televideniyaning arxivida yo'q o'sha. Qara. Lekin u yoqda bor. Hozir menga kecha Braziliyadan bitta bola qo'ng'iroq qildi-da, olim degan bola, Olimjon. O'zini ko'rmaganman. Faqat nuqul menga haligi telefon qiladi. Arati telefonni hozirgi nomerga o'xshamayapti. Ha. Hozirgi paytda qo'rqasan-da, unaqa telefon. Oxiri Telegramga chiqdi-da. Mana shunaqa. Keyin eshitsam, bir filmni qo'yib beryapti-da menga. U film hech narsa ko'rmayman, hech narsa eshitmayman degan film. Farhod Amirov, Hurmatov. Dilbar opam ovoz bergan. Legenda film. Shuni oxiridagi ijodkorlari bor, film dublyaj qilindi, rejissyor palanchi, tarjimon palanchi, bu ko'rib, qara, eshityapsizmi? Har eshitganda maza qilaman deydi-da. Endi baraka topsin shu ishning muxlisligini. Keyin yaqindan gaplashishga harakat qildim, Telegram orqali. Gapiryapti-da u yigit. Butun mani qilgan ijodim bor-ku, pista qilib chaqib berdi-da. Shunaqa. O'zingiz bilmaysiz, ma'lum qilgansiz, mana aktyor bergansiz, mana to'g'ri bergansiz, mana aktyor noto'g'ri bergansiz. Qara, qanchalik bu bizani qilayotgan ishimizga e'tibor kattaligida. Shunaqa. Men bir tomondan xursandman. O'shada ishlashga qiziqtiradi-da haqiqatan. Kimdir bunaqa ashaddiy kuzatganini. Lekin Bahodir aka, hozir eshitib turibman, sizga shu rejissyorlik qanaqadir ma'noda taqdirani o'zi tuzilgan ekan. Ya'ni shu aktyorlar bilan suhbat qilib ko'rsatuv qilgan asnosida ular bilan tanishib, ichki bazani bilgansiz, o'sha kimlar bor, qaysi aktyorlar bilan ishlasa bo'ladi. Keyin hali studiyan aytdilar-ku, men bu haqda syomka qilmoqchi edim, men harakat qilaman, mana shu gapirgan joyingizga o'sha syomka qilib qo'yib yuborishga. Axborotda ham ishlaganman, Jahongir akam chaqirishlaridan oldin. Azim aka bilan shuni tanishganman. Axborot hammamizni maktabimiz. Zurukda o'tirganlarda, keyin vaqt o'tib bildimki, o'sha studiyada yozgan ekansizlar qirolicha yerda. Hozir dublyajli studiya emas, unaqa imkoniyat Haqorat yozgan biza. Mana haqorat shu. O'sha yerda yozdilar. Hamma legenda. Hamma ketib bo'lgandan keyin kechqurun yozilardi bu narsa. Alohida studiya bo'lmagan. Yo'q. Anaqaniki, qarang, informatsion dasturi pultida bozori. Lekin u pult ham zo'r pult bo'lardi. Endi faqat haligi ichkaridagi akustika masalasi sal to'g'ri kelmasdi. Anaqaga. Yana 4 ta odam o'tiribdi. Yana 4 ta odam ishlar. Lekin pultlar bilasizmi, hozir uncha odam endi hali ham bor, lekin o'sha paytdagi eng qimmatli imkoniyati katta bo'lgan pultlar ular. O'sha germanskiy mikrofonlar bo'lardi. Ular juda ham toza, yaxshi oladigan mikrofonlar. O'sha inson nafas olishigacha, o'sha dihaniya deymiz, o'shagacha eshitib turardi. Endi o'shanda ham qana ikkita aktyorga bitta mikrofon qo'yilardi. Keyin naushniklar bitta qilib qo'yib tashlagandik. Xuddi ilgari radio xuliganlar bo'lardi-yu. O'shadan naushniki bo'ladi. Sen ploni boradigan, ebonitdan qilingan, shularni qilib bitta qo'lda tekst bilan ishlashganda har bitta uni kimgacha shu davom o'zimiz mana o'sha o'tirganda qo'lga qotib qolib, qo'lga qon chiqmasdan tushib qolib, Esmeraldani ham nimasi ko'p aylanadi internetda. O'tdan ahamiyat berishsiz, shu quloq bitta quloqda, shu bitta quloq tekst biz ham shunaqa ishlagan. Men hozir eng qiziqayotgan joyim, mana qarang, aytibdilar, bitta mikrofonda ikkita odam o'tirib, o'sha mehr muhabbat o'sha yerda paydo bo'lgan ekan-da, o'zi to'g'rimi? To'g'ri. Aktyorlar o'shaning uchun ham jips bo'lganda, hozir hamma tarqoq bo'lib ketdi. Shuning uchun ham u anaqa kayfiyat, o'sha ruhiyat chiqmayapti. Hattoki bir bilan haligi
ozgina muomalani kelishmaydigan aktyorlar shu peshanani qilib ishlashadi. Sevishgan Shunaqa narsalar ham bo'lardi. Endi juda ham bir qiziq, maroqli kechadi. Chunki o'sha paytda bu yangilik edi. Shunaqa. Yangilik edi. Endi boyagi savolimga qaytadigan bo'lsak, savolimga javob yana ham ijod davom etish masalasi bo'yicha dublyajga o'tgandan keyin endi undan buyog'i qiziq bo'lish masalasi qanaqa? Dublyajda har doim yangi aktyorlarni chaqiramiz. Ya'ni yoshlar bilan ko'p ishlab turamiz. O'shaning uchun odam zerikmaydi. Chunki har kuni bugun ko'rgan aktyor bilan ertaga boshqa aktyor bilan ishlaydi. Bu ikkinchi tomoni. Uchinchi tomoni har kuni yangi film qilamiz-da. Xilma-xillik. Xilma-xillik. Demak, yangi filmga yangicha bir yondashasan-da. Uni boshqacharoq qilishga, uni ham bir oldingizdan chiroyli qilishga harakat qilasan. Bahodir aka, o'zi hozir savol ham emas, menimcha savoldan ko'ra ko'proq e'tirof bo'ladi. Men Bahodir akamni bir jihatlariga qoyil qolaman, ham havas qilaman, ham bir so'z bilan aytganda Bahodir akam juda omadli dublyaj rejissyori bo'lganlar. Nimagaki, katta biza orzu qilib qilolmagan ishlar Bahodir akam qilganlar. Bu taraflama sizni qoyil qolish kerak. Keyin biz ishlamagan aktyorlar bilan ham ishlagansiz va yana eng aytadigan jihatim shundaki, filmlardan ham ko'ra juda katta seriyali, qismli seriallarni qilgansiz. Kamida bir 400-500 seriyaliklari ham bo'lgan orasida. 260 shu 300 ga yaqin bo'lgan Dallas serial. Dallas mana shunaqa ishlarni qilganlar-da Bahodir akam. Endi o'shanda ham savolga ulanib ketadi hozir. O'sha hadi bitta aktyorlar bilan 2 yil 3 yilda ishlash qiynab qo'ymaganmi? Ya'ni bitta komanda bilan o'sha 2 yil 3 yil davom etgan, kamida necha yil davom etgan o'sha serialimiz? Serialimiz hozir eslamayman. Endi mana misol uchun bir haftada 4 kun ketadigan bo'lsa, film 260 bo'ladigan bo'lsa 5 yil 6 yilga ketadi. 5 yil 6 yilga emas u. Bir oyda 20 ta ketadimi? 20 ta ketadi. Bir oyda 20 ta ketadi. Bir yilda 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 20 ta 1 yil ekanda, 1 yil ekan. Oshadi. 1 yil ekan, to'g'ri. Endi bizda bunaqa bo'lardi. Bir serial davom etib turgan paytida uni tugashiga 1 oy yoki 2 oy qolganda ikkinchi serialni boshlayverardik. Nima uchun? Bu serialni har doim efirga oldiga o'tib olish kerak bo'ladi. Shunaqa. Serialni majburiyati shundayki, har narsa bo'lishi, sizjon aktyor kasal bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam komandirovkaga ketib qolishi mumkin, gastrolga ketishi mumkin. Aktyorlar hammasi teatrda ishlaydi, aktyorlar asosan. Shuning uchun men har doim 1,5 oy, 2 oy oldinda yurardim. Serialni tugatib qo'yardim-da, keyingisini haligi polkaga qo'yib deydi-yu, tokchaga qo'yib, keyin ikkinchisini boshlab yuborardim. U boshlaguncha buni 1 oyligini tayyorlab turib, keyin uni ulab yuborilardi. Shuning uchun unda yangi aktyorga boshqa aktyor tanlanadi-ku serialga. Shuning uchun unaqacha aktyorlardan zerkish degan narsa bo'lmagan bizda. Chunki baribir qilayotgan ishimiz boyga aytganimdek yangi narsa bo'lganligi uchun qanaqadir zerikmasdik. Chunki boyga bir serialda bir aktyorlar bilan birga ishlagandan keyin u aka-uka, opa-singil, qarindosh o'zi aslida oila bo'lib ketadi. Oila bo'lib ketadi. Hattoki shunaqa seriallarimiz bo'lgan, serial bo'ldi. Rahmat azizlarim, boringlarga shukur. Mana serial tugatdik deganimizda aktyorlarni ko'zidan yosh chiqqan paytlari ham bo'lganda. Chunki o'sha bilan yashaydi. Bahodir Qosimov gaplariga Bahodir Yo'ldoshev gapi esimga tushib qoldi-da. Ijodkor, haqiqiy chinakam ijodkor natijadan maza qilmaydi. Agar bir spektakl tayyor bo'lsa, rejissyor uchun uni janozasini o'qishga to'g'ri keladi. Rejissyor uchun eng maza holat bu o'sha jarayon deganlar-da. Umuman ijodkor uchun o'sha jarayon deganlar. O'sha siz aytganingizdek, o'sha ishni maza qilib oilasida qivurib oxiriga borib o'zi odam tugamasin ham deb qoladi-da, to'g'rimi? Tugamasin ham deb qolasizda, keyin baribir tugagandan keyin, lekin o'sha siz aytganingizdek, o'sha jarayonda haligi orada endi hammasi sirlab ketmaydi-ku, to'g'rimi? Qaysidir aktyorlar bilan bir-biri bilan o'sha rol chiqmagandan keyin talashib tortishishlar boshqalar. Oilada ham bo'ladi-ku. Oilada ham o'sha talashib tortishgandan keyin boshqa kelgandan keyin mehr muhabbat kuchayadi-da. O'sha siz aytgan rostakazim oila bo'ladi o'shanda. O'shaning uchun ham buni aytmoqchi bo'layotganim, oila sazdavat bo'lganda, juda ko'p ajoyib ansambl sazdavat. Xuddi shunaqa. Endi boyingiz Bahodir aka Yo'ldoshev rahmatli, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, ularni esladik. Shu bitta narsani eslab ketmoqchiman, esga solib. Afzal akam o'sha Bahodir Yo'ldoshev bilan juda ham yaqin bo'lganlar. Bu yerda yana
Elyor akam judayam yaqin bo'lishgan. Afzal akamning ijodini o'z-o'zidan Bahodir aka kuzatib borganlar-da. Shunda Morena Clara degan serialim bo'layotgan payti bo'lganda, shu serialni ko'ribdilar-da. Bahodir aka yo'ldoshib ko'rganlar-da, ko'rganlaridan keyin Afzal men bunaqa ko'rmasdim, ko'rdim, menga ma'qul bo'ldi. Yaxshi-yu deganlar-da. Shu bilan keyin bular qanaqadir shunga o'xshagan spektakl qo'yishmoqchi bo'lgan. Chunki Afzal akam o'ta faqat erkaklarga ovoz berganlar. Dilbar ham faqat ayollarga ovoz berganlar. Ikkalalari ham bitta teatr ishlaydi. Deb boyga e'tirof qilganlar-da. O'sha serialdagi Afzal akamning mahoratini e'tirof qilib, bular shu harakat ham qilishgan. Plan tuzib, o'sha reja tuzib shunaqa spektaklga o'xshagan narsa qilishmoqchi bo'lishgan. Deb o'sha paytda endi ilgari bo'lardi-yu, bir aktyor teatrda shunga o'xshagan narsa. Monospektakl. Shunaqa narsaga o'xshagan narsa qilmoqchi bo'lgan. Mana o'sha paytdagi o'sha dublajni kuchi bo'lmasa, ikkita aktyor ovoz bergan. Ikkita aktyor ovoz bergan. Bular undan tashqari butun gastrolda populyarniy bo'lishgan. Muxlis bo'lishgan. Shunda borgandan keyin boyga assalomu alaykum deyish bilan yoki bo'lmasam o'sha Dilbar opam Mahvana haligi gapirgan gaplar Mahvanaga ovoz berardilar. O'shaning gaplarini keyin o'sha replikalar shunda chiqqan zahoti salomni oldim, shani berganlarni o'zaro ta'sir bo'lgan. Bu o'sha dublajni xonadonimizga muvaffaqiyatli kirib kelgandan dalolat beradi. To'g'ri. Shu Morena Clarani esladingiz. Dilbar opa bilan bir gaplashganimizda aytuvdilarki, avvalambor tepada ko'p gaplar keldi, usharim tepadan tushib kelsan agar shu most vazifasini bajargan rejissyorlardan Bahodir aka aytganingizdek, shu eski dublaj, ya'ni o'zbek filmidagi aktyorlar bilan ham ishlagan va yengilani ishlatib sazdachi qilgan, ya'ni Dallasda nechta mana Yosifjon Noilab ham keldilar, eslayotdilar, meni chaqirishgan teatrdan ketganimda. Mana Boyir aka e'tirof etdilar, Bahodir aka sababchi bo'lgan, ya'ni bu dublajga. Va Morena Clarada nimani aytib ketganlar, Dilbar esimda qolgani, talab dublajda rolga kirib, ya'ni obrazga kirib ovoz o'zgartirib emas, matn o'qiydigan darajada bo'layotganda Afzal bilan Bahodir aka kelishib, ozgina liriklik holat, o'tib hazm bo'lmayapti deb birinchi asos solganmiz bizda deb aytib beruvdilar. O'sha ishni Morena Clarani shunaqa eslatdilar. Agar hozir eslaydigan bo'lsak, o'sha paytda bu endi aktyor bitta bo'lgandan keyin yoki ikkita bo'lgandan keyin bu endi zakadroviy tekst bo'ladi deb Afzal aka aytganlar. Afzal aka shunaqa deganlardan Afzal aka yo'q, endi baribir bizlarda mentalitet degan narsa bor. O'sha inson qabul qilib olishi boshqacha bo'ladi. Chunki baribir rollarni ajratib turish uchun deylik serialni ko'rgan odam ayollar deylik, ayollar borib ovqat qilayotgan paytda ham baland qilib qo'yadi. Eshitganini bilish kerak. Kim gapiryapti? Qaysi aktyor gapiryapti? Qaysi personaj gapiryaptimi yo boshqasi gapiryapti? Personajni bo'lib tashlash kerak. Yoki bo'lmasam oddiy misol ko'zi ojiz insonlarimiz bor, imkoniyati cheklangan. Ularga ham o'shani bo'lib berish kerak. Bir xil ovozda gapirilsa, o'sha qilsa, ular ajrata olmaydi-ku. Ular ovozini eshitadi faqat, o'zini ko'rmaydi-ku. Shunaqa narsalar uchun yoki bo'lmasam o'sha qarib pensionerlarimiz bor, boshqalar bor. O'shalarga tushunishi uchun, aniq bilishi uchun kim gapirayotganligini, qaysi personaj gapirayotganligi uchun ozgina xarakter bor. Ovozni ozgina o'zgartirib berish kerak. Juda bo'lmagan davrda Hoji Akbar akam aytardilar, rahmatli shogirdga kelib qolsa, "San o'zgartirib tashlab harakat qilmagin. Mana shu aktyordan bu aktyorga o'tayotganingda, bu personajdan bu personajga o'tayotganda ovozingni o'zgartirib o'tavsang bo'ldi yaxshisaniki" deb. Shunda shu o'tganni o'zida bilib oladi kim gapirayotganligini, u anaqa ketadi, haligi nima davom etib ketadi. Chunga odam ham tushunib olaveradi. Shunda keyin Afzal akam kelgan shu anaqalarimizdan keyin o'sha tortishuvlarimizdan keyin keldi. Baribir ozgina o'sha o'zgartirib ovozdagi xarakterni boshqacharoq qilishimiz kerak ekan, qulluq qilish kerak emas ekan. Men shu narsani tushundim deb aytganlar. Haqiqatan o'shandan boshlangan o'zi ishimizni boshlanishi, chunki o'sha paytda eng kino studiyadagi oldi aktyorlar, zalvorli aktyorlar, o'sha hozir men ko'p ta'bir qilaman, she'r aktyorlar mana. O'shalarni olib kelib
o'sha paytda gaplashib ishlagan paytimiz bo'lgan. Unga endi Bahodir aka Muhammedov ko'proq sababchi bo'lganlar, ular kinostudiyada ham dublyaj bo'limida ishlaganlar. Shularni chaqirishga, shularni jalb qilishga yordam berganlar. Endi bizni o'sha paytda ulardan hattoki ko'p narsani o'rganganmiz. O'sha paytda ancha qiyinchilik bo'lardi. 4 ta aktyor o'tirib o'qirdi yoki 5 ta aktyor o'qirdi. Kinoni boshidan oxirigacha ssenariy bo'yicha ko'rib olardik. Ko'rib olib, pauzalarni qo'yib, keyin uni intonatsiyalarini ko'rib, bir xil joylarni to'g'rilab, so'zlarni oldimizda mana o'sha paytda muharrir bo'lgan Dilshod ishlarimiz yoki bo'lmasa boshqa Dalmir opalar boshqa oldimizda o'tirib ko'rib o'tirishardi. Shu bilan birgalikda ularga haligida repetitsiya bo'lardi. Keyin kirib bitta sahnani yozar, repetitsiya qiladi, keyin ikkinchi sahnani yozadi. Shunday qilib shu narsa boshlangan o'sha payt. Ali yuqorida eslab o'tdik, serial tugardi, Jahongir aka eslatgan uzoq vaqt ishlab, meni esimda bor. Qaysi serialligi aniq emas, yo dengiz hukmdorimi, Junongmidi yoki shu meksikanskiymi, muhabbat anaqa qahvasimidi? O'tirishlar bo'lardi. Serialni tugatlanishiga bir ziyofatcha. O'shanda biz ham shogird bo'lib borardik. O'zi esida bo'lsa, ko'p kirib o'tirardik, kuzatardik. Keyin o'tga borganda ham mana hozir tushunaman, o'zim ham shuni talab qilaman, aktyorlar o'zaro chiqib, albatta yuringlar birga deyman, 4 kishi, 5 kishi. O'zi televideniyada sizni nimangizni qotgan man bilan Ulug'bek Shoynazarov qoldi. Yig'ib turib ishlaydigan aktyor, 4 ta, 3 ta qilib yig'adigan-da. O'shani qanchalik yaxshiligini mana bizga ham shu maktab bo'lganda, masalan, rejissyorlik saboqlarini, aktyorliklarni baribir sizlardan o'rganganmiz, bizga sharoit qilib bergansiz-da. O'shani narsani aytib ketmoqchi edim. O'sha paytdagi olingan haligacha shu narsalarni ko'p bilaman. Intervyu qilganligini. Endi bu 4 ta odam o'tirib ishlaganni eng bir yutug'i shundaki, mana hozir biz gaplashib o'tiribmiz, yuvamiz, qanaqa holatda gaplashyapmiz, nima deb gaplashyapmiz. Shular o'tda juda ham yordam beradi-da. 4 ta odam yoningizdagi o'sha munosabat, qaysi narsada gapirdi, nima dedi. Oddiy bitta yo'q degan so'zni o'zi bir 7 xil 8 xil yo'li bor-da. Yo'q. 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 Endi shunaqa demoqchiman-da. Uni mendan oldin ketgan aktyor qanaqa aytdi? Yo'q degan bo'lsa, bu yoqda yo'q, unga javoban boshqacha intonatsiya qiladigan bo'lsa, u anaqa qilmaydi. Munosabat to'g'ri bo'lsin. Munosabat ancha uzoqlashib qoladi. Shuning uchun hozirda bu narsa ko'proq talab qilinadi rejissyorlardan. To'g'ri, men bunaqa demoqchi, men bunaqa demoqchi. Chunki u hali o'qimagan ham bo'lishi mumkin-da. Bitta aktyorni yozib oldik kompyuterda. U ketdi yoki bo'lmasa bu aktyor yozmasdan oldin birinchi yozgan odamga ancha qiyin bo'ladi. U hali oldingi odam nima deganini yaxshi tushunmaydi. Tekstni ko'tarib borishi mumkin. Lekin nima haqida gapirayotganini bilmaydi. Chunki hozir haligi tezlik davri, super tezlik. Kelib. Endi tezlik ham ko'proq bizda shu seriallarda boshlanganda, keyin ko'pincha men aytardim-da, repetitsiya qilamiz deb ko'rib olaylik derdim. Faqat yaxshilab repetitsiya qilaylik derdim. Shunda bitta repetitsiya qilganda bitta sahnani shu repetitsiyaga kirib ketishardi deb, stop, bo'ldi, yozildi deb qo'yardi. Yozdingmi? Yozdi. Chunki u keyin qaytarilmaydi, unaqa chiqmaydi. Ana, mana fikrga ham qo'shilaman. O'sha paytda o'qigan, o'sha paytdagi xarakter bergan chiqmaydi. Toza. To'g'ri, xato etgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Uni men o'zimga belgilab qo'yaman tekstga. Misol uchun, men bitta so'z intonatsiyalar noto'g'ri ketdi, yoki bo'lmasa men bitta ning qolib ketdi, men bitta ga qolib ketdi, yoki gani o'rniga da bo'ldi. Shuni keyin mana shu joyini o'zi yozib olaylik dedim. Azam mana shu joyini stavka qilamiz dedim-da. O'sha joyini o'zim yozib olaman. Endi buni qaytadan yozish uchun butun sahnani qaytadan agar yozadigan bo'lsa, uni orasida yana kimlar adashishi mumkin. Kimlar shu bilan ish orqaga ketadi. Eng bilmadim, buni bilan yaxshi qilganmizdanmi, yomon qilganmiz. Daroshkalar kam bo'lgan bo'lmasa shu payt. Albatta, ikkita daroshka bo'lgan bor yo'q. Hozir o'zingiz shu mavzuni ochib qoldingiz, aytmoqchi bo'lganim, Bahodir aka yuqorida eslab o'tdi, ko'p eksperimental ishlar qilganlar, ko'p aktyorlarni dublyajga kirib kelishiga sababchi bo'lgansiz. Hozir ularga kelamiz ko'piga. Lekin tezkorlik haqida aytdingiz. Masalan, adolat, tezkorlik ikkalasini bitta nimada aytmoqchiman-da. Masalan, dublyajda haligacha bor. Hozir endi qiyinroq, chunki televideniyada kirib, hamma ham kirib ishlashiga imkon yo'q. U paytda sizlar paytingizda
Yani bize shu yoshdagi paytimizda pasport bilan kirsa bo'ldi, o'sha bilan ovoz ham berardi, o'sha bilan pul ham yozilardi. Masalan, hozir endi qiyin. Logo tuzish kerak, boshqa muammolari bor. Aytmoqchi bo'lgan narsam, dublyajda aktyorga yoki rejissyor aktyorga podдержка bergan o'sha paytda haligacha bor. Masalan, kattaroq aktyor bormanmi, aktyor yaxshi desada, o'zimdan kelib chiqaman, avvalambor Alloh. Meni hech kim borib, hech kimga reklama qilmagan. Lekin hamma rejissyorlar ishlab chiqqanman. Xudoga shukr, Kamoliddin aka ham, Qonog'arlar, Shonoxon aka, hammada yana siz shu jumladan. Aytmoqchi bo'lganim, sizga boshqalarni bilaman, kelibdi prilagachi qilishgan bo'lgan boshqa. Lekin Bahodir akam o'zlari chaqirganlar. Chaqirganda ham anu Shumabek chaqirgan. yo'q, soch shogirdlarda ishlatganlar. Kino boshqalardan tashqari Shumabek kelamiz hozir. Bahodir aka 5 yillarda kundan birida tezkor dublyaj degan yozuv paydo bo'lgan. Va men bilardim, boshqa har xil rejissyor yurganingizdagi solishtirasiz rejissyorlar ishlash prinsipini. Bahodir akam o'sha paytda eng tez ishlaydigan rejissyor deb e'tirof qilinadi. Sifatli va tez albatta. Chunki Cinemarketda buyurtmalari ham ahamiyat berardim. Bidillaydigan, tezga ishlaydigan, ham srok taqalib qolgan ishlar Bahodirga berilardi. Bemalol o'tirib, teatrlardan aktyorlar chaqirib yig'ib ishlaydigan boshqa rejissyorlar berilardi. Ismini aytmaymiz. O'shalar masalan, Salom Namaste, Eslaso, Salom Namastemi? Salom Namaste. Ha, sizda u ham. Mohir opam bilan Sanjar akam. O'tkinchi dunyolar. O'tkinchi dunyo. U kinoni o'zini ko'rsangiz, ishlash qiyin ham bo'lgan kinolar. Hozir tez gapiradi. Juda tez gapiradi-ku, ularga yetib olish juda adolat nuqtai nazaridan deyotganim, yaxshi yurgan bo'lsa, o'z ustida ishlayotgan, qarayotgan masalan bo'lsa, chaqirgansizda shu paytgacha. Bu uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Ali Shumalikka qiziq voqea eslatib ketmasam bo'lmaydi. Bahodirga o'zlari esladilar. Bir kun chaqirdilar Nukusga. Faqat o'tda tonirovka edi. Najot hozir familiyasini o'tgan safar eslolmayman shu odam ismini. Yigit rejissyor o'shalarni kinoga qiziqadi. Bahodirga foydalanib ketardilar. U rahmat deb o'tib ketdilar. Qanaqa moliyaviy jihatdan aka qilib qalaqadir. Jayron degan taxassus emasmidi o'sha odam? Yo, boshqa bilan. Yo'q, ketma-ket kino bayliklar olardilar. Boshqa odamni adashtirdi bu. Men narkomanlar, sohiblar o'ynagan, sohiblar o'ynagan bu kinolarda, hattoki rahmatulloh Mirzayevni ham chaqirib ishlatgan joylari bo'lgan. Elyor akam ko'p o'ynadi ularda. Hoshim akam doim har kinosi. Boyir aka. Doim Hoshim aka zemlak bo'lganlar. Lekin juda ham alomat bola edi. Alloh rahmat qilgan bo'lsa, joyi jannatdan bo'lsin. Endi qiziq edi. Aktyorlarni ishlatishi menga tashlab qo'yardi-da. Bahodir aka o'zi chaqiring, o'zi ishlating. Endi o'sha paytda endi 3 ta kino qilganmiz, aktyorlarni oldida ozgina qanaqadir hurmatimiz bor, aytgan odamlarni kelib ishlayverardi. Yaxshi ishlardi. Chiroyli u kino konsert zallarda ketardi. O'sha kinoteatrlarda ketardi. Panoramadan ketgan bitta kino. Yo'q, ko'p ketgan paytda. Endi shu bolaga qolish kerak. Juda ham harakat qilib, qayerdandir pullarni topib, yo'q joydan pul topib, film qilardi. Kelib, endi faqat dublajga ko'rmanga keladi. Shunaqa tomoni moliyaviy jihatdan yetib ketganim, Maminchaga qilib bering dedi. Bahodir akam yo'lni topib berardi. Endi qiynalib qolardilar. Ali Shumavik deyotganlariga hisob olganlar shum hisobga olinmagan. Boshqa Abdulqay Otaxo'jayev bilan o'tgan safar mehmonimiz bo'lgan aktyorimiz ovoz berdi, tozaladi va boshqalar kirdi chiqdi bilinib. Keyin shum. Kechasi 1-2gacha aminta shumni qilib chiqdik. Qo'lingizda shundoq guldek o'ynab ko'rgansiz. Abdulqay akam bilan nima deb qo'yamiz? Rajab Adash. Aktyorimiz ko'proq shumni qilar ekanlar. Abdulqayga qarab, Rajabga nonlarni yantiq qolmiz dedi. Kechasi borib uzunlar qilib, Azim aka Bahromov, Bahodir aka to'rttalarni ishladi. O'shanda gap aytgansiz, esimda qolib ketgan. Yaxshi gapmi? Yaxshi gap. Bu bolani shu qarashdan qo'rqasiz. Tonirovkada ishlatib, sen anaqaga tez ekansan ham kadr ishlashga. Plus sen dokumentalga ishlatsa yaxshi ekansiz. Chaqirmadingiz bir martadan dokumentalga. Uni dilda saqlab yuribmansiz. Ezgulikgacha yo'q. Ezgulikgacha yo'q. Farzingiz bor ekan deb Lekin o'shanga mana Bahodir akamni nima hali tezkor deyotganim, har doim ham tez degani bu sifat past degani emas-da. Mana hozir ro'yxatlarni yuqorida qo'ydi kinolarni masalan-da. O'sha ko'rib, soatlab ko'rib bo'lib qayta yozilganlarni solishtiradigan bo'lsangiz, farq masalan topa olmaysiz-da. Keyin televideniyani nimasi o'z qoidalari boshqa-da. Mana Bahodir akam ish kirganlardan tushuntiryaptilar-ku, ovoz rejissor. U ichki muhitini tushungan odam boshqacha yondashadi-da. Televideniyani ishida ulgurmadim, anu kelmadi, o'tmaydi. Efirni o'sha vaqtda berishga tomoshabinning aybi yo'q bunda-da. To'g'ri. O'sha tomonlarni. Keyin
Rishina chiqarishga Bahodir akamda ko'p bittasini aytaman. O'zingizni eslatib ketaman, hozir o'zingiz yog'ida aytaverasiz. Force major situatsiyalar ko'p bo'lgan. Mana hali aytdilar-ku, aktyor oldini olishimiz kerak. Afzal aka Rafiqov safarga ketib qolganlar serialning o'rtasida. Rishina topish kerak. Biz endi ichkaridan eshitganmiz shuni. Bu yo'qga nima bo'lar ekan? Kim toparkin? Endi men ham hamma o'zicha rejissyor hali. General bo'lishni orzu qilmagan sallatdi. U rejissyor Bahodir Qosimov deb o'ylayman. Afzal ketib qoldi. Kim chaqirsa mumkin bo'pti-da endi. Keyin kirib yurganman. Keyin Bahodir aka ketib qolibdilar. Kim chaqirdi? Qarab, shuni sezmagan ekanman o'sha. Menga qayda kirgan. Menga qarab, shu paytda kirganman. Mana Fuyon ishli bo'lgan. Bahodir ketib qoldi. Nima qilasiz deganini so'rasam, bundoq qarab. Yomon gap testaqida deganlar. Keyin rahmatullohga chaqirganlar. Endi rahmatullohni chaqirguncha nima bo'lgan qarab. Rosa boshim qotganman. Serial endi 2 oy ketish kerak endi, oxirlab qolgan. Endi Afzal akam ham majbur bo'lganlar o'sha safarga yo'l olishlari uchun, chunki oldindan tayyorlangan narsa bo'lganda. Ha, shunda yana bitta narsani aytib ketdik. Bekzod Muhammad Karimov ham o'sha serialga olganman deb, men serialga olganman, titrlarni o'qitib qo'yganman. Shunaqa bo'lsa kerak deb, keyin bir kun kaseta ko'tarib keldi, men ketaman Bahodir aka Amerika deganda, men o'ylaganmanki filmlarimni yozib bering deganda, o'sha ishlagan filmlarni yozib bergan, boshqaganmi. Xullas o'ylaganmanki o'sha bu ham ketib qolsa nima bo'ladi deganman-da. O'sha bilan keyin ko'rishmaganman, 9 yildan keyin ko'rishganman. Bezod bilan. Endi Afzal akamni ketishlarda qiziq bo'lgan o'sha ularni ovozlariga diapazoni yaxshiroq kimga borsam bo'larkan. Rosa o'ylaganman, boshim qotgan. Yo'qlarim qochib ketdi. Shunda Risoy Avazovga borganman. Qo'rqamishda turardi-da, Alloh rahmat qilsin, uchrashganman. Chunki bu odam ham zalvorli dublyaj aktyori. Keyin o'sha ovozlari ham qanaqa bir nizlari bor, o'ziga xos temirlari bor edi. Shu bilan keyin borib uchrashdik. Qoraqamishda uchrashdik. O'sha yerda gaplashyapmiz. Shunaqa Afzal akam majbur qoldilar, ketadigan bo'lib, shunga siz ovoz bersangiz, ozgina qolgansiz. O'ylab turdilar-da. Bahodirjon, Afzaldan keyin meni hech kim qabul qilmaydi deganlar. Men qanaqa bo'lsam, ovozim qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, meni qabul qilmaydi. Men jon deb ishlardim agar serialingiz boshida ishlagan. Hozir men endi bu yoqiga davomiga ishlamayman. To'g'ri tushuning deganlar. Bo'lmasa deganman, mayli, men hozir kelgan keyin yana bitta serial qilaman. O'shanga chaqirsam kelasizmi deganman. Unga boraman deb. Undan keyin bitta karis serial qilganman. Hozir nomini eslolmayman. Endi ko'p seriallar. Shu bilan Risoy ham chaqirganman. O'sha shartnoma tuzib, bu qilib, o'sha yerda kelib ishlaganlar. Boshida ozgina qiynalganlar, endi ko'rsinxroniya ham 2-3 odam ovoz berish kerak. Keyin filmimiz muvaffaqiyatli chiqqan, ovozlari o'zgacha yangragan. Chunki men ularning oldiga borgan o'sha alasamni yubordim-da. Ularni ishlatolmay qilgan. Endi rahmatli akam Mirzayev ovozi tenori anaqa bas yaxshi edi. Bundoq o'ylab qarasam, demak bu yerdan faqat notanish aktyor chaqirish kerak. Agar tanish aktyor chaqirsa, Afzal zo'r edi. Bu bejari aktyorga zo'r edi degan, u aktyorni qanaqadir nafsoniyatiga kelib qolishi mumkin. Shuning uchun men kelgan aka serial ishlar yo'q edi. Rostami? Kutilmagan. Bo'ldi deganda men kakalas chaqirdim. Keyin ish boshlaganmiz-da, ish boshlagan paytda. Nima qilasanlar? Chunki hamma saslarga kirib ketish qiyin. Albatta, endi shu bilan keyin kichkina replikalari bilan boshlab yurib tushib qolganmiz. Ovozi juda ham chiroyli. Chiroyli. Boshida juda g'alati eshitilgan, plon kesgan. Begona ovoz Afzal akadan keyin, lekin ochig'i mendan tushib ketganlar. Plon qaytaga, ko'rinishga nisbatan o'sha ko'rinishi ham tortib beradi. Ko'rinishga ham tortib. O'sha ovozlarni yo'g'onliklari, keyin endi aktyor bu odam, aktyorlikni bitirgan. Teatrlarni bitirgan asli. O'sha Sanjar akamlar bilan o'qigan. Sanjar akam bilan. Birinchi Sanjar akamlar bilan o'qigan, keyin Sanjar akamlar pastga tushganlar-ku. Keyin Qoshim akamlar bilan o'qiganlar-da Sanjar akam. Birinchi tepada o'qishgan.
Rahmatliga spektakllar o'ynagan. Ana shu eslolmayman 74-yillarda urush to'g'risidagi filmda bosh qahramon ana eslolmayman hozir o'sha qahramonlar bo'ladiku yosh pionerlar urush davrida xizmat qilib razvedkalik Partizan. o'shada eng bosh rolni o'ynagan. Endi hozir bizda anaqa Rahmatullaga ham tanishtirib ketaylik. Rahmatulla Mirzayev haqida gap ketyapti. O'sha diktor haqida, o'sha zahara rasmlarni ham qo'yib ketamiz. Chunki ko'pincha tomoshabinlardan to'g'ri e'tiroz kelyapti. Ismlarini aytyapsizlar, familiyalarini aytmayapsizlar. Biz kim haqida gap ketayotganini bilmay qolyapmiz deyishyapti-da. O'shaning uchun Rixsoy ovozi haqlarni eslab o'tdingiz. Albatta anaqa esimga tushib ketdi. Esingizda bo'lsa, xona bo'lardi birinchi, chap qo'lda dublyajnik bo'lardi. Bu xona eshik yopishlanardi, mana xonada gaplashib o'tiriladi pastroq. Lekin ichkarida dublyaj eshitilib turardi. Kirib, agar yopiq bo'lsa kutib turardim ochilishini, eshikni kirib kuzatish uchun yo'q yopiq bo'lib o'tirilardi. Kimdir aktyorlar bo'sh bo'lib qoladi. Sanjar aka bilan birga bir suhbat qilish nimasi bor, imkoni bor o'tda. Boshqa aktyorlar. Bir kun kirsam Rixsoy aka, keyin uncha kelmasdilar dublyajga. Gaplashib o'tirdi, bitta odatlari bor edi. Keyin Abdulhay aka bilan gaplashib, ularda ham shunaqa bo'lgan. Gapirashib o'tiribsiz, mana gapiryaptilar. Ichkarida o'zlarini ovozlari stavka yozilgan ularni. Eshitib qolsa jim bo'lib eshitib ovoz yaxshi deb qo'yardi. Uni endi yengil tushunsangiz ovozi bilan maqtanyapti emas. Anaqa e'tirof emasda, u qanaqadir o'zini o'zi tasdiqlab ketish nimasida. Keyinchalik tushundik uni. Chunki aktyor qanaqadir ikkilanadi-da, bari o'ziga ham. Men qanchalik professional bo'lsa, professionallarda bo'ladi. Professionalda bo'ladi. O'ziga o'zi tanqidiy gapirib turib o'zlarini eshitib qolsa eshitib ovozim yaxshi qo'yardilar. Mana shu o'rinda Alloh rahmat qilsin, Sanjar aka ham shunaqa deydi-da. Yozib turib, ayniqsa anu tekstlarimiz xafa bo'lib qolardi-ku. To'g'ri, o'zlari to'g'rilab ketsalar, bunday qilib qale. Zo'r deb qo'yishimiz kerak edi. Haqiqatda zo'r bo'lardi endi. Lekin masalan Maqtoni ham anu sun'iy anaqa demasdilar-da. Masalan, men Virva Zarani ko'rib, ochiq kinoteatrga ko'rib, kelib, keyin Sanjar aka ko'rib keldim, Sanjar aka zo'r nima deb endi aytolmanda. Rahmat. Deb qo'yardilar. Unaqa. Yo, nima, u mayda uni shu yorib olganman desa ham bo'ladi. Kulib, nim tabassum bilan, kamtarlik bilan vaqt qo'yardilar. Endi har bitta aktyor ham o'zi qilgan ishidan mamnun bo'lish kerak-da. Oddiy oshpaz. Shunda ovqat tuzini ko'rgan, deb qo'yadi. Zo'r deganda maza qilib oladi-da. O'sha aytaman, jarayonda maza qilish kerak-da. Aktyor mana shunaqa narsada Xo'ja akamda ham bor edi. Sanjar aka qalay deb qo'yadi. Mana shunaqa narsa bor endi. Lekin bir aktyorlarda bunaqa narsa yo'q. Yo'q. To'ppa to'g'ri ketishadi. Lekin bu ham bir qanaqadir o'ziga yarasha bir qanaqadir o'sha ishining yutug'idan mamnun bo'lganligini bildiradi. Endi hali yuqorida Esmeralda haqida to'xtalib o'tamiz. Bekzod akani haqiqatdan keyin Azam aka aytib bergan edi o'sha kezlari. Bekzodning ovozini yozib olgan, keyin ketaman deb qolgan. O'z plan bo'yicha Bekzod aka Xo'sh Armandoga berishlari kerak bo'lgan ekan. Sanjar akam olgansiz. Hozir endi eslab o'taylik baribir, chunki shu jamoadan hisoblasa yarimi o'tib ketishibdi-da. Sanjar aka ham, Hoshim aka ham Aslonov. Fathulla aka. Esmeralda bormi Fathulla aka? Yo'q. Dublyaj. O'zimman o'tib ketganlarni esladim. Esmeraldada yo'q edi, Fathulla yo'q edi. Fathulla aka yo'q edi. Esmeraldada keyinchalik oxirida qiz qo'shgansiz. Yo'q, boshidan Boshidan bormadi. Bu anaqa Avroraga ovoz bergan. Radioda ishlardi. Saida mana bu ishlatganman, anaqada ishlatganman-ku. Akana Burunboyda. Saida. Keyin mana o'shani yangi aktyor eksperiment qiladilar deb aytib ketdik. Masalan, o'sha Esmeraldadagi Shohida Uzoqova. Ko'p intervyuda Noila opam, Barno opam aytadi, men nima olganman? Ko'pin deb eslar. Shohida bitta shu Esmeraldadan olgan, bitta Esmeralda. Keyin mana menda ham bunaqa eksperiment bor. Yangi kelgan qizni qo'yib, bitta dona personaj berasiz, atrofiga boshqalarga ko'proq og'irlik berasiz, lekin anavini shu asnosida tarbiyalayapti. Bu endi Bahodir aka maktablar. Lekin u keyinchalik meva berib ishlamasa, albatta bu ana odamni nima qiladi? Siz chunki uni nima deydi, dublyaj aktyorligiga tayyorlayapsiz, keyinchalik agar ishlamay bu sohadan ketmasa ham mehnat bekor ketadi-da. Mana shu Shohida opamda nima qilmaydimi sizga? Yo'q. Shohida endi biz yaxshi ishlaganmiz Shohida bilan. O'sha boshida boshqa rol ham berganman. Qarasam, bu o'sha birinchi plandagi qiz bor. O'sha Esmeraldaning roli
yorqin oldinga chiqmayapti-da. Ha. Nariga ovoz Ajralib bunga- chiqyapti. ha, bunga xalaqit bermadi. Chunki biraz bir paytda gaplashib joyi o'zi Gulchehra opani chaqirganman Shuni aytmoqchi edim. Keyingi savol shu edi. boshida. Gulchehra Sa'dullayeva Ha, haqida. chaqirganman. Ha. Ular o'sha paytda Buxoroda rahmatli Rasululloh akam bilan birgalikda gastrolda bo'lishgan ular. Keyin rosa o'ylaganman, qanaqa qilsam ekan, nima bo'lsa. Xullas, o'ylab Ijodkor eng qiynaladigan joyi shu yerda o'zi. shu bilan keyin Rejissyor demoqchi. Shohidan chaqirganman. Shohida boshida qiynalgan, haqiqatda rostdan ham qiynalgan. Hattoki menga topshirib berganman. Uyda ham bo'lganda ko'zi yo'q. ishlarni qilayotganda gapirib aytganman. Endi u qanaqadir mashq-ku, shunda ham baribir keyin boshida ozgina tanqid ham bo'lgan, lekin obrazga tushib ketgan. Endi to'g'ri, yangi odamni ishlatish ancha qiyin bo'ladi. Misol uchun kim bilandir bir soat ishlaydigan bo'lsa, uni 2 soat ishlashiga to'g'ri keladi. Uni atrofidagi odamlar bunga chidab o'tirishiga to'g'ri keladi. Hozirgi paytda bunaqa emas. O'zing yoza olasan, o'zi bilan ishlaysan. Bu paytda bir-birini poylab 5 kishi o'tiradi. Qanaqa qilib, yana adashib ketib qolsa, hammasi boshqatdan boshlanardi. Mana shunaqa narsalar bo'ladi. Lekin Xudoga shukr, oxiriga borganda juda ham, hattoki ba'zi bir narsalar ham ustiga Esmeralda deb chiqadi ham bo'lib qoldi o'sha paytda. Materiallar Shu darajada. Hali sigir o'g'irlab ketishi ham o'sha paytda bo'lgan, sigirlarni mollarni o'g'irlab ketish. Kino paytida. Endi qanchalik bu rostligini bilmadik-ku, lekin Shunaqa deyishadi. ko'pchilik xato berilib ko'radi. Shunaqa bo'lgan. Navoliga yozib ketibdi, Esmeraldaga rahmat deb. Lekin Gulchehra opani intervyularini eshitganman, juda achinib, bilganimda men bilmaganman bu darajada bo'lishini deb anaqa serial darajasida buncha seriyani bilmaganlar, lekin men o'zim shaxsiy fikrim, hozir almashtirib desa ham baribir qulog'iga o'sha Shohida opani o'rganganmiz-da. Endi Shohidan boshqa narsaga ishlasang ham, Esmeralda bo'lib qoladi. o'shancha bir paytda aytibman, Shohida, meni chaqirmayapsiz deb qolsalar, Esmeraldani odamni esdan chiqarsin, keyin sizni chaqiraman. Endi unga nisbatan yana oradan 3-4 yil o'tgandan keyin yana bitta Esmeraldani qo'yib Qo'yib yengillanib turadi-yu. Lekin bitta narsani ham e'tirof etish kerak, o'sha paytdagi aktyorlarimizni hozirgilar bilan solishtirganda, o'sha paytda ishlagan, hozir ham ishlayotgan aktyorlar bilan solishtirganda, o'sha paytda oqibat yaxshi bo'lganda. Bir-birini qo'llab-quvvatlash. Ayniqsa o'sha yangi aktyorga ham u darajada, misol uchun yonma-yon o'tirsa ham g'ash kelmaganda, chidab ham emas, ana samimiy o'tirishganda. Endi Shohida opam yutug'i ham shunda bo'lganki, atrofidagilar ham begona bo'lmaganda, to'g'rimi? Noilab ham, Hoshim akam, bitta teatrda ishlaydi. Bitta teatr, Sanjar akam bilan ham oldinma-ketin o'qishgan o'zi. O'shaning uchun begona bo'lmaganda. Shundan rivojlanish ham bo'lganda, bir-biridan oladi ham-da baribir. Ishlash prinsipini o'rganadi. Bahodir aka, sizga savollarga o'tamiz. Xo'p, eng yaxshi ish deb qaysi ishingizni bilasiz, masalan, o'zingiz ko'nglingiz to'lib turgan proyektlaringizda? Qaydan hozir men gapirsam maqtanishga kirib qoladi-yu, ba'zi bir filmlar bo'ladi. Men o'zim ko'nglim to'lmay qoladi. Endi u ijodkorsiz hamma bo'ladi. Qilgan xatoyim o'zim bilaman. Endi birovga aytishga beraman, lekin yonimdagi ishlagan hamrohim, zukrisorimga yoki aytmaydi. Mana shu narsa keyin ko'rganimdagi mana shu mana qilsam bo'lar ekan, bu rolni bunga bermasam bo'lar ekan degan fikr uyg'onadi menda. Lekin har bitta ishlagan film xuddalik o'zimizni yetishtirgan farzanddek bo'ladi. Chunki ayniqsa seriallarda ancha-muncha qiyinchiliklar bo'ladi. Endi men razviy filmlar o'ziga yarasha, chunki razviy filmlar hozir o'zinglar o'ylanglar, ichida nechta aktyor bor edi? Unga shunaqa aktyor tanlashimiz kerakki, topshiriq qo'yilgan. 4 tadan ortiq qo'ymaysan, 5 tadan ortiq qo'ymaysan. Ya'ni moliyaviy tomondan qiyin qoldi. 4 ta aktyor shunaqa darajada bo'lishi kerakki, o'shani qoyilmaqom ijro qilish kerak. 25 ta aktyori o'rnini bosishi kerak. Aynan bu aktyor bunga ovoz beribdi, bunga ovoz darajada muxlis bilmasligi kerak, shunga palajiga ovoz beribdi. Shu ovoz berganman degan darajada bo'lish kerak. Chunki tanimasligi kerak. Aktyor tomoshabinlarda shu narsa bordi. O'xshamabdi deydi. Nima o'xshamabdi desangiz aytib berolmaydi. Buni sababi o'sha aktyor noto'g'ri tanlanganligi, aktyorning ovozi
tomoshabin qulog'ini kesadi. Bunaqa yoqimli darajada bo'lmaydi. Bo'lmasam bir xil paytda Muhtasham 150 da Afzal akam ovoz berganlar. Yana shuni qatorida bir ikkita ovozga berganlar. Hattoki o'sha saroyda yuradigan bulbul. Sumbulog'i. Sumbulog'i. Ular keyin ikkita bo'ladi. Bulbul bilan sumbulog'i bo'ladi. O'sha sumbulog'iga ovoz berganlar. Voy, Afzal akam shunga ovoz berganman degan darajada chiqqan shu narsa. Maqtanish emas-ku. Lekin buni Afzal akam o'ziga ham aytgan. Voy, nega siz ovoz bergansiz? Bu YouTube. Shuning uchun ishlayotganda, eshitayotganda tomoshabin palanchi tugunchi bo'libdi demasligi kerakda, palanchi ovoz beribdi. O'sha aktyorlar ichiga kirib ketgan aktyor bo'lish kerak. Bahodir akam yaxshi bir nima deydi, atmosfera so'zini o'zbekchasi kelmadi. Shunaqa tuz berardilarki, muhitda tuz berardilar, aktyorlar kirib hali ochilishiga, bir-biridan o'rganishga, mana kechagina Boyir aka keldilar. Qanaqa rangli berganlar-da, bo'lmasa birinchi katta ishlari bo'lgan ekan dengiz quyoshi. Lekin shu yerda ham ozgina o'xshab nima qilib berdilar, personajda rangli bo'lgan. Ko'pchilik qanaqadir yaxshi ma'noda men aytaman, yonma-yon o'tirsa, yaxshi ma'noda bir-biri bilan to'yga o'ynaydi. Qanaqadir balki konkurensiya bo'ladi-da. Yoki bunaqa qilib bersa, bu men bunaqasiga uraman degan narsalar bo'lardi. Men o'sha atmosferani ko'rib ko'p o'tirganman. Hatto shunaqa holatlar bo'lgan, hozir aytib ketaman. Ba'zi bir boshqa rejissyorlar hadeb Bahodir akaga bormasdan kelib men bu yerda ham o'tirgan, menga ham kelgan derdi-da. Ya'ni u Bahodir akaga bormasdan degani borib ishlayvermasdan ma'nosida emas. Bo'sh bo'lsa, ish bo'lsa bo'lmasa borib o'tirib olib, hali muhitni ko'rib, gaplashib aktyorlar bilan shunaqa sharoit bor edi chunki maktab bor edi u yerda. Boshqa rejissyorlar unga nima qilar, "Kel, meni ham nimamda o'tirgan, men ishlaysan" degan joylar bo'lganda, uni sababini aytmoqchi bo'lganim, o'sha muhit yaxshi sazzat qilib berilganda va juda ham ko'plab shogirdlar chiqargansiz mana. Shunaqasi bo'lganmi, что meni shogirdimdan ko'nglim to'lmagan va masalan xiyonat qilmagan bo'lsa ham qanaqadir sizni yo'lig'ingizda yurmagan bo'lgan bir holatlar bo'lganmi? Endi men foyga sani gapingga ilova qilib ketmoqchiman. O'zi birga ishlardik-da. O'sha yoshlar kanalida yonimizda yuradi, ichida yurganligi uchun unga kirishga ruxsat berardi, oldimda o'tirishga. O'zi meni adasam aktyorlar ishlayotganda hech qachon orqada o'tirishni xohlamayman. U shogird bo'ladimi yoki yangi kelgan odam bo'ladimi, ko'rib birpas o'tirib ko'raylik degan odam yoki jurnalist bo'ladimi xohlamayman. Chunki aktyorga xohlamasang qanaqadir bir tanbeh berishga to'g'ri kelib qoladi. O'sha internatsional tomondan yoki so'zi noto'g'ri o'qiganligidan yoki bo'lmasa holatidan. Shunda unga biza berayotgan tanbeh ham u odamga aktyorga tegib ketib qoladi. Og'ir bo'ladi. Sababi u bu yoqdagi tekst qolib publikaga ishlash bor deydi aktyorlar. Shuning uchun men xohlamayman qator o'tkazib olishni. Undan ko'ra men o'sha отдельно chaqiraman, boshqa kelib mana ko'r, mana o'qib ko'rchi, mana mayli vaqtim ketsa ham shu odatim bor. O'shanga ham dublajni demak, biyodiy xonada bo'ladi u narsa. O'shancha yo'xonada bularga endi o'zi bu yerda kelgan aktyorlar bilan birga shu bolalar deb uncha e'tibor berishmasdi. Ya'ni o'zinikini qabul qilardi. Qabul qilardi. Shuning uchun hozirda ham shunaqa. Ustoz, men kirib o'tiray, voy, kirib o'tirmagansan. Nima olasan? Xo'sh, narsa olamisan. O'zing adiyni kelgan, men o'qib eshitib ko'raman, yo bo'lmasa mana tashlab Telegramdan o'qigan narsani. Men unga keyin o'zim fikrimni bildirib boraman, o'zim anaqamni tushuntirib, men bunaqa o'qisam, bunaqa bo'ladi, bunaqa deb aytaman. Keyin lozim topsam, sekin-sekin ovozini menga yoqsa, shuning uchun har doim izlanishdaman-da. Haligi chiroyli ovoz eshitib qolsam, chaqiring keladi inshaalloh. Qanaqa ishlarding, qanaqa. Ko'p aktyorlar, shogirdlarim mana shu boshlovchilar yoki radio boshlovchilardan kelgan qahramon. O'zi davrda ishlardi o'sha paytda, boshlovchi ishlardi. Qahramon Haydarov. Qahramon Haydarov. Oxirgi shogirdlarim mana Dilnoz ishlatdi. Dilnoz ishlatyapman. Keyin hozir Odil degan bola ishlar yuribdi, o'rganyapti. Endi bu o'rni kelganda shuni aytib ketmoqchiman-da. Dublyajni maktabiga kirish uchun, endi buni maktab deymiz-da. Maktabiga kirish uchun qancha yosh kirsa shuncha oson bo'ladi. Esingizda bo'lsa,
Guli Shayxova bo'lardilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hojiakbar Shayxov, Alloh rahmat qilgan bo'lsin, bular taniqli yozuvchi, fantastik yozuvchi. Fantastik yozuvchi. Shuhrat Shayxov. Hozirlar rollardan eslatadigan bo'lsam, Shuhrat Shayxov Ishbilarmon kishilarda bolaga ovoz berganlar, undan tashqari qancha filmlarda ovoz berganlar. Yoki bo'lmasa Gulapam, ularni o'sha So'kka ovoz berganlar 3 vaqtlarda. Keyin anaqada ham Qor malikasida Gerda ovoz bergan. Bular hammalari o'sha maktab yoshidan dublajga borishgan. O'shanda qatnashgan. Shuning uchun anxolarimizga qanaqadir maktab bo'lsa-da, shu bolalarni imkoniyat bo'lsa, bir studiya bo'lsa, shularni bilan ishlab, shularni kelajakda o'shalardan o'sha Hojiakbar Nurmatov, qolaversa Oybarchin Bakirova yoki bo'lmasa Rima Ahmedovalar kelib chiqadigan darajada shularni tarbiyalab borish kerak. Hozir bir paytda qiynalib qolamiz-da bu. Men buni chaqirsam tushmaydi, buni chaqirsam tushmaydi. Shunaqa To'g'ri. xohlaydigan ovoz yo'q-da. Bir Keyin uni ustiga hozir ko'ryapsizlar, kompyuter olami, tezkorlik olami, o'sha chaqirganlarimiz ham shoshib turadi. Bunisi bor. Mendan keyin boshqa kimgadir borish kerak, undan keyin kimgadir borish. Shuning siz qanchaga chiqib ketaman. Necha chiqib ketaman. Juda qatdan bilasiz, u qanaqa ketadi. Shuning uchun xohlardim shuni o'sha qancha yosh kelib boshlansa, o'rgansa, ko'rdim bir ikkita joylarda bolalar harakat qilishyapti. Yaxshi bularni chuqurroq o'rgatish kerak. Endi o'sha siz aytayotgan narsani men maktab qilganman, Bahodir aka. Aynan dublaj maktablarim bor. Lekin siz aytayotgandek hozirgi bolalarda ham yoshlarda shunaqaki qiziqadi-yu kelmaydi. Kelgani ham sabr chidaydi. Maktabdan xabarim bor, lekin yosh bolalardan kelganidan xabarim yo'q. Yosh bolalarim ham bor. Hozir bitta zo'r qizim bor. Agar buni ham mana shu bahonada aytib ketaman. 14 yoshli qizim bor. O'sha o'ziga nisbatan sal kichkinaroq rollarni juda ham qoyilmaqom qilib o'ynayapti. Bemalol qilib beradi. O'sha Guli Shayxova yoshligida qanaqa bo'lgan bo'lsa, Irodani yosh varianti. Iroda Ahmedovaning yosh varianti. Siz zamonaviy resursni o'zaro o'tirib qoldik-ku. Bor shunaqa shogirdlarim bor. Tortib ketadi bemalol. Endi o'shaning uchun aytmoqchimanki, siz gapingizga 100% qo'shilaman. Masalan, o'sha Hojiakbar akam tarixini oladigan bo'lsak ham, Omon Abdurazzoqov tarixini oladigan bo'lsak ham, ular ham aynan To'lqin Tojiyevlar ham hatto o'sha 12-13 yoshda borilgan ekanda dublajga. O'tgan safar esingizda bo'lsa, Sobirjon Rahimjonov aytdi-da, o'sha To'lqin Tojiyevlar ham otalari o'zi Jo'ra Tojiyev dublajda qatnashganlar-ku. O'sha bolalar kerak bo'lsa olib ketar ekanlar. Omon Abdurazzoqov va amakilari dublaj rejissyor bo'lgan ekanlar. Ular ham tag'in bular hammasi bitta mahalladan bo'lgan, shu O'qchidan bo'lgan, hozirgi Toshkent City'ning o'rnida. O'sha yerda anaqa ham yaqin, dublaj studiyasi ham yaqin. O'sha yoqqa olib borgan. Siz aytganingizdek Sanjar akam ham juda yosh borganlar. To'ppa-to'g'ri gapingiz. O'sha gapingizga qo'shilaman, faqat rejissyor sifatida o'sha hozir fursatdan foydalanib sizdan o'sha tomoshabinlarni eshitsin demoqchimanki, o'sha qiziqayotgan odamlar oxirigacha chidashni ham o'rgansin demoqchiman-da. Shuni bir maslahat berib keting yangi qiziqayotganlarga. Endi avvalambor o'sha kelayotgan o'sha o'quvchi deymizmi yoki aktyor deymizmi? O'quvchi. O'shani o'zida asosan qiziqish bo'lishi kerak. Qiziqishi bor, lekin tez yonib, tez o'chadigan qiziqish bor. Uni hozir uni qiziqish bilan bo'lmaydi-da. O'shani aytyapman-da. Men shuni xunuk qilib aytgani shu maktab ushlab uzib olaman deydigan darajada bo'lishi kerak-da. Uning uchun u dublajni o'sha sir asrorlarini aktyorlargacha bilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Kim nimaga ovoz bergan, qanaqa ishlagan, nima qilgan, qaysi filmda. Yashang. Endi ilgarigi davrda kino studiyada aktyor tanlash masalasi osonroq bo'lgan. Keyin o'tda ishlash ham osonroq bo'lgan. Chunki bitta 2 minutlik shu kalso deyiladi, shuni bir aktyor rosa o'ziniki qilib olmaguncha aylantirib bo'lgan. Keyingisi undan keyin kirib borgan, boshqa qilgan. Bizda hozir unaqa imkoniyat yo'q-da. Keyin o'sha davrda ham bo'lgan, mana eshitib qolsak, o'sha shevalarni ham ko'rib qolamiz. O'sha aktyorlarni gaplaridagi o'shani Fathulloh ham aytardi, o'zbek filmga borganda gapingiz bo'laman, uzr ming bor. Biz uni to'mlaydirdik. Yashirin o'tib ketardik shunaqa joylardan. O'zi o'sha paytda ham bo'lgan ekan. Endi anu qilgandan keyin qiynalib ketgandan keyin menimcha rejissyor ham mayli degan joylari bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da, to'g'rimi? To'g'ri, endi bu haqiqatan qiyin ish. Qiyin ish. Avvalambor aktyor birinchi navbatda aktyorga nima kerak? Aktyorga birinchi navbatda ovoz kerak. Keyin aktyorga qobiliyat kerak, uslub qobiliyat kerak.
ilib oladigan qobiliyatga. Uchinchi yurak kerak. Yashang. Agar bu uchalasidan bittasi bo'lmasa, bu aktyor zo'r aktyor bo'lmaydi. Bu bo'lish qiyin, mayli bo'lar. O'rtamiyona o'ziga yarasha xarakter topib beringlar, lekin asosiy zo'r dublyaj aktyori bo'lish uchun mana shu uchta narsa mujassam bo'lish kerak-da. Chunki agar qara, ovozing yaxshi bo'lsa-da, yuraging bo'lmasa, mana shu yuraging bag'ishlay olmasang yoki Xuddi shunaqa. ovozing yaxshi bo'lsa-da, yuraging ham bo'lsa, zehning o'tkir bo'lmasa, Ham qiyin. ha, o'sha paytda ilib ola olmasang, o'sha paytda holatini bera olmasang bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam, yuraging yaxshi bo'lib, ilib olsang, ovozing bo'lmasa, Xuddi shu gapni eslatib anaqadan foydalanib aytib ketaman. Bahodir aka, menga mana shu gapingiz ketma-ketga ham bir xil aytyapsiz. 2006-yil aytgansiz birga-bir. yo'q, Qolganingizda qo'llaringiz bilan sanab bergansiz. Nima sana uchun birinchi o'rinda? Ya'ni hamma dublyaj kelgan odam hisobida ovoz deganman. Yaxshi ovoz, lekin yurak bo'lmasa-chi? Xuddi shunaqa tupakka tiqilganlar-da. Yurakdan ovoz bilan kalla bo'lmasa, tekst tushunmasa, she'riga qanaqa beryapti, bu yerdan o'qa olmasa deb gapirganlar-da. Keyin halini davomini aytib qo'yib, kechasi tonirovka qildi u Bahodir aka bilan hali filmni. Ishladi. Keyin 2-3 kundan keyin men 1 oylik armiyaga ketdim. Endi MPR ochilgan payt. 1 oy yo'q ketdim men. Sizni chistitsa qilaman, sportda siz bilan ishlaymiz dublyajda. Keldim 1 oy men uchun juda uzoq o'tdi. Kelsam men bu yerda ichimdan anaqa bo'lib ketaman. Nima bo'lyapti? 1 yilday bo'lib ketdi. Kelganimda adashmasam kirakashni qilgan bo'lganmisizlar, shunaqa o'tib ketgan o'rtada bitta. Deganman. Keyin nimadir bo'lib, keyin Bahodir akaga kirganman. Uzun bo'lib. Bahodir akaga ham bir o'zimni ko'rsatib qo'yay keldim deb. Spiska hazil qilardim. Ro'yxatingiz bor sizni. Ikkinchi betga o'tib ketdi o'sha shekilli Bahodir aka bizani chaqirmay yozib qo'yardi. Birinchi betga olib qo'ying deb hazil qilardi. Abdulhay, men Shavkat, Sardor nima qilardi? Gaplashib turardi. Bahodir aka ham yaxshi mana g'iybat qilib berardi. Rejissyorlarni bunaqa qilgan risheniz. O'shanda kirib Bahodir aka men keldim, shu yerdan mabodoga sen bu yoqqa keldilar. Lekin seyflari bo'lar. Shuna kirganingizda o'ng qo'lda eski seyf turardi. Qiziq o'xshaydi deydi. Seyf shaq ochdilar. Menimcha bir nimadir yaxshi narsa bo'lsa kerak edi. Tushunmayman. Endi ochig'ini aytadigan bo'lsa, men o'yladim, men meni oginni paloncha kelgan olib borib ber bo'ladi deb tursam, konvertda o'ralgan, ustida ismim Anvar qo'yilgan. Ichini ochib, pul berdilar. Endi o'sha payt yaxshi pul. Men bo'layman, biror armiyadan kelganman, pulni quriganman. Shunaqa voy do'mi, men o'zim tushunmayman. Mana puli bu nimaga oldim? Bilsam shu 1 oy oldindan yana bir hafta oldin ishlangan bo'lsa, 1,5 oylik ishchi puliga men esidan chiqib ketgan u narsa. Men pulni kutmaganman ham. Bahodirga chaqirdi, ishladi, maza qildi, ketdi-da endi. Men pulga Bahodirga men pisa bilan shunday ishladim. Endi o'ta ko'proq beryapti, chunki shunni ham anaqasi hisoblayaptilar-da, aktyordan tashqari. Bahodir pul kutmadim men, anaqa desam, yo ol deb turib, rejissyorligiga potensialim sezganman o'sha payt. Bilib qo'yanlar, aktyordan hech qachon qarz bo'lmagan. Aktyorga pulni bergan vaqtida. O'zing uchun bilib oling. Bulardan qarz bo'lmaydi deganlar-da. O'sha nimalarni olganman, esimda qolgan narsalar va ikkinchisi hozir aytgan gaplariga paytdan foydalanib bir ikkita odam mendan xafa. Chunki bundoq qarayman sostavga, ularni aniq savalayman hozir bularda. Kimdir keladi, begona, ularga begona odam-da, salom alaykum ham yo'q. Ko'rib o'tiraydi deydi. Ularni mana studiya ham bo'linmagan-da unaqa. Masalan, bir xillarda bor, oyna bo'ladi, hozir yangi studiyalar o'tiradi, unaqa emasda ko'rib o'tirsa. U ham his qilish mumkin o'tirgan. Chiqaraman, endi tushuntirib o'tira olmayman, hozir men bunga xatto gapiraman. Hammani oldirib, uni oldirib aytsangiz boshqacha anaqa qiladi, qabul qiladi-da, shuni tushuntira olmayman. Hozir men zo'r tushuntirib berdilar bu narsani. Biz ham u sekin-sekinlik bilan, biz oldimizda hayotda masalan qarab dakki berganlar men islomiyman. Siz o'zingiz aytib bergan Esmeralda payt kirib. Jahongir aka ovozlari bor Esmeraldada. Sho'pirga kimgadir Sho'pirga berganman. U paytda men o'sha siz aytganingizdek g'irdanaqa bo'lgan paytim, titrab qaqshab kirib o'tirgan ekan. Deganlar oldiga o'tkazib qo'yganlar bor. Telefon qildilar bir kun. Xudo xohlasa. Yuring biz. Ertaga tushib ketgan. Bordimda taqada o'rtaga o'tkazib qo'ydilar. Bu yoqda Hoshim akam, bu yoqda mana Noil opam, o'rtada amallab bir bola chiqib ketdim. Lekin hali siz aytganingizdek, umuman hali ko'nglim to'lmaydi. Keyin marhamat berib. Anaqa bosib qo'yganda. Eshitganman uni. Hali ishini ochib berib, marhamat janob, mana shunaqalar. Lekin baribir mana qara eksperimentdan qo'rqmaganlar. Masalan,
qanchalik shuna bir og'iz qo'shmak shuna o'qib oling desalar bo'ladi o'shani imkon berishdi bu. Shu. Man bilasizmi qancha yalinganman Bahodir aka. Uni orqasida keyin- zahmat turibdi. Uni o'rtasida yana ana aqam bor mana nima deydi? Aloqachim bor. Hamza aka, Azam Bahrom. Azam aka. Keyin shu o'rinda esimga tushib qoldi. Men endi savol berib Ha, olaman. bering. Mana Azam akam bilan Tergovmi savol? Ya, Men bilamizki bunaqasi qarab yo bunday gap tegmaydi. shunaqa. O'shancha talashamiz, yaxshi ma'noda. Chunki baribir bugun sizni chaqirdik, mana 3 ta rejissyorimiz baribir gapimiz ko'p-da. Mani savolim ko'p, Anvarning savoli ko'p. Chunki sizdan ma'lumot savol qolib olishimiz kerak. ketdi. Nevajniy ko'rinyapti bu Yo, ishga unaqa emas. Men Yo'q, bitta o'zim narsa- uchun deyapman. balki ham savol, ham e'tirof. Birinchi men e'tirofdan aytay mana. Bahodir Qosimov, Azam Bahromov bilan mana o'sha 50 yilga yaqin birga ishladilar. Pashka oldima-ketin ishlagansizlar. Endi buni qoyil qoladigan jihatlari ko'p-da. Lekin bitta o'sha anaqa ovoz rejissyori bilan siz dublyaj rejissyori bo'lib ishlagansiz. Endi haligi shuncha yil chidash qanaqa bo'lgan? Bir-biriga. To'g'risida juda ham bunaqa tandem yo'q-da. Ishoning, hech qachon bu darajada uzoq yil ishlaydigan odam yo'q, silachalik. Unda olib qarasa bir kamida bir 35 yil, 40 yil birga ishlagansizlar, to'g'rimi? Qanaqa qilib bir-biriga qoyil qolish kerak-da. Unaqa orasida, bunaqa janjal to'polonlar orasida bor edi ketaveradigan ko'p bo'ladi-da. Ha, doim havosim kelib, mana shu narsaga qiziqib yuraman. Qanaqa bo'lgan o'zi? Shuni ozgina gapirib bering. Kananda bo'lish. Azam birinchida yo'limiz bitta. Ha. G'unchada tursa, men Tinchlikda turaman. Ketish, kelish, Baribir baribir birga olib edi. Bundan tashqari o'sha axborotda birga ishlaydi. Azam endi mendan 1 yosh kichkina bo'lsa ham, qaysidir miqdorda Azamni shogirdi ham ko'p narsaga suyanaman. Axborotda birga ishlagan biza. Men misol uchun buni ishlasam, ertasiga Azam ishlagan. Yoki bo'lmasa boshqa ko'rsatuvlar bo'lardi, filmlar bo'lardi, ovoz rejissyorlik darajasida u misol uchun men bu filmda ishlagan, men bu filmda, video filmda ishlaganman. Bu men bu ko'rsatuvda ishlagan, men bu ko'rsatuvda. Men o'zim qiladigan ko'rsatuvlarim juda ko'p bo'ladi, ovoz rejissyorlik qiladigan ko'rsatuvlarim juda ko'p bo'ladi menda. Ikkalamiz mana shunaqa oldima-ketin ishlaganmiz. U ham texnikani yaxshi ko'radi, juda ham ishga chanqoq. Keyin Azamga ko'p narsani ishonardi. Yonimda. Hattoki shunaqa bo'lgan, qachon Azam akamni chaqirasiz? Nega meni chaqirmaysiz? O'tda qarib 170 ta, 60 ta ovoz rejissyorlari bor. De ularni ba'zi paytda rostdan ham g'ash keladi, ba'zi paytda rap ilishardi, haligi hol ishlash holi gapirishardi. Mayli Azam o'g'li katta bo'lsa o'ylantirsan, undan keyin seni almashtiraman derdim. Azam endi o'ylandi. Shundan keyin ana o'ylandiki, endi qachon meni chaqirsa, navarasi katta bo'lsa, navara qilsin. Hattoki navarasini birga ishlatganmiz. Qaysi Azam o'sha Esmeraldadamidi yo? Yo'q, boshqa. Hojakbarni bolalarida u. Yo'q. Hojakbarni ham qizlarini bolalari. Qizlarini bolalari. Men ham ishlatganman keyin o'sha anaqa Kirakashda to'rda ishlatganman-ku. Qaysi ishida Islom birinchi ishlagan Sovetskiy serialda. Shamsiddin ishlatgan uni. Shamsiddin. Xinoli qormidi. Shunaqa bo'lsa kerak, esimda yo'q. O'sha boya aytganda, bu nomlar, sifrlar men uchun anchalik qiyinchilik tug'diradi eslash. Ya, biz ham o'zimizlarga esimizdan chiqaramiz, lekin sizga ko'proq eslaymiz. Boshqaniki eslab qolasiz, o'zingizga eslab. Xullas. Shunaqa qilib shu nafaqaga chiqguncha birga ishladik-da. Men endi o'tdan nafaqaga chiqib, nafaqa deymizmi, pensiya deymizmi, chiqib Milliy telekanalda ishladim. Hozir ham ishlayapman o'sha yerda. Azam mendan keyin 1-2 yildan keyin ishlab dam oldi. Bo'ldi, endi dam oldi. Lekin ko'p yil dedingiz-ku. Men odatda do'st bor edi men kirib o'tirishga. Endi tarixga o'tish kerak. Ishlab o'tirib urushib ketishadi. Nimaga? So'z talash, ya'ni u lichniy emas. Ijodiy tortish. Anu Azimaga yozib turib to'xtatadi, anaqa. To'ppa-to'g'ri edi, darbalaydi. Yo, unaqa bo'lmaydi deb urushmashaqalar bo'lardi. Lekin ijodiy nima o'shaning uchun ham zo'r. O'sha mos tushirilgan, turib chiqib ketgan paytlari bo'lgan narsalar. O'shaning tomoni zo'r tandem bo'lishgan. Tandem bo'lishgan. Keyin Azam shunda o'tirardi-da, nazarimda xuddi uxlab qolgandek tuyulardi-da. 1-2 marta rasmlar o'ziga hazillashib tashlaganman. Nazaringizlarda yo'q. Qilardilar. Ko'zlar tinchsa. Nazarimda uxlagandek tuyulardi. Ya endi lekinchi kelmadini ketdi devordi. Dirdi shartdi. Qarang.
o'sha eshitib turardi. ko'zi yumib quloqqa Quloq- o'zi ham quloqqa aylanadi. O'shani misol uchun o'sha ko'p narsa bo'lardi. Yoki o'zidan o'zi kelmadi dedi. Nima deyapsan sen? Kelmadi dedi. U ketdi-ku deyapti. O'tdi ketdi, kelmadi. Hali men ko'pincha aktyorlarga aytaman-da. 69 deyman. 96 deyman. U deganim o'sha keldini kelmadi, kelmadini keldi deb aytaveradi. O 69 deb qo'yaman-da. Nima deysiz? Ammo kelmadini keldi deyapti, keldini kelmadi. Ana o'sha narsa bo'lib qolardi-da. Shunda ko'zini ochib shunaqa deb aytardi, keyin o'sha orqaga qaytarib haqiqatda xato aytgan bo'ladi. Shunaqa tomonlar. Keyin yana bir ba'zi tomonlarda Azam meni kechirsin, o'zi ham biladi. Hali aktyorlarga jahl qilib Azam urishardi. Keyin bo'lsa ko'zim qisib qo'yardi. Azam nima qilyapsan? Life hack hozirgi rejissyorlarga. Azam nima qilyapsan? Nimaga unaqa qilyapsan? Anaqa bo'lsa ham keyin ba'zi payt aktyorlar Salman jahlim chiqqanini bilardi-da. Sal o'ziga qarab o'zi yig'ishtirib oladi. Uncha ularga hech qachon og'ir gapirmaganman. Aktyorlarga hech qachon. Chunki aktyorga baxil bo'lmaydi. Aktyor urushi bo'lmaydi. Tem bo'lishda o'zgan payt. Kim dodil edi, teskarisi qarab ketadi. Chunki u qiyin, u ijro etyapti. U axir asar-ku bu. U o'zi emas u, xuddi boshqa san'at asari. San'at asari. Ha, u rol o'ynayapti. O'sha rol ichiga kirib ketgan. Sen uni yo'ldan urishib, "Bunaqa boqa, bunaqa o'qma. Nima ko'zing qayoqda? Ko'zing ko'rmayaptimi, qulog'ing eshitmayaptimi?" deb aktyorga qattiq gapira boshladi. Rolga kirish uchun urishsa bo'ladimi hozir aka? Yo'q. Umuman kirmayapti mana. Kirmasa. Qaynayapti. Jahongir akam sabrlari yaxshiroq. Men kuzatganimda qayta yozuradi erimni. Samla qara. Menda sal sabr anaqa agarda ushvoraman. roli o'sha anaqa Said o'tgandek obraz bo'lsa, ham jahli chiqib, alam qilib, qiynalib gapiradigan gap ushib qo'yaver. Do'st oldim. Meni ko'p qattiq qo'l rejissyor bilishadi. Taraf tomonim bor ekan. Chunki kinoni yaxshi ko'raman. Bahodir kinoni ko'rib kelaman. Ko'rmagan kinoni dublyaj qilmaganman shu paytgacha. Ko'rib nima ekan, u kutasiz-ku aktyordan, yondoshini kutasiz-ku. Plus mana metrlar ko'rgansiz qanaqa ishlagan aktyor rejissyorlarni. O'shani qanaqadir qo'msaganim, chunki bilmayman, yuragim ko'tarmay qoladi. Hozir bir xil ishlab turib yengilroq qaraydi-ku. Aldab o'tib ketishlar bor hozir. Soxta, ya'ni texnический deydi, texnический emas u. Texnический boshqa narsa. Bu narsani men ham tushunmayman. Ko'rmay qanaqa qilib ishlash mumkin? Men butunlay noto'g'ri narsa. Men sani yutug'ing nima deb bilasan? Sen 4 ta odam aktyor ishlatasan-da. Har holda mendan kamroq ko'rasan-da. Shunaqa qayta birinchi film ko'rib olaman, keyin tarjimadan olganimni ko'rib olaman, keyin rol tasvirlashda ko'rib olaman. Undan keyin birinchi aktyorim keladimi? Uni ko'rib olaman. Ikkinchi aktyorni ko'rib olaman. Uchinchi aktyorni, to'rtinchi aktyorni, 5 ta aktyor qilgan bo'lsa, mana 8 marta bo'ldi. 8 marta kino. 8-chi marta bo'lgandan keyin oxirgi bitta prosmotr qo'yib, ikkita tayyorlab berishim kerak. Bitta filmni rejissyor 8 marta ko'ryapti. Lekin aktyor hozir yarimta ham ko'rmayapti-da. Hamma balo shunda Bahodir aka. Aktyor ko'rmayapti-da. Aktyor so'rab to'g'ri. O'sha o'zingiz mana bilasiz, xuddi shunaqa ishlangan-ku. Masalan, Afzal akamga ham kelganda, bizga kelganda, Barchin opamga, Dilbar opaga kelganda nima qilardik? Kaseta bilan, OKS bilan tekst berib yuborardik, to'g'rimi? Uyga borib tayyorlanib kelishardi. Hozirgilar noqol kinoni ko'rib kelsangiz. Bo'lmasa sharoit oson. Hammamizning muammomiz aktyorlar kelishi bilan necha yil ketaman, palonchiga borishim kerak. Или bir kunda bir 6 ta dublyaj bo'lishi kerak, ba'zilari bir 4 ta mana shunaqa bo'lib yotibdi-da. Endi biz ham aktyorlarni ham tushunishimiz kerak. Chunki hozir zamon shunaqa. Tezkor zamon-da. Ular hammasi qadar shoshyapti, yuryapti. Kimdir spektaklga borish kerak, kimdir repetitsiyasiga borish kerak. Kimdir qaysidir kanalda serialda band. Ularni ham tushunishimiz kerak. Chunki ular shu narsaga darajaga qilmasa ulgurmay qoladi. Chunki mana misol uchun menda soat 11 gacha keldimi? Menda 11 da chiqib ketsa, 11:15 da senlikda bo'lish kerak. O'tdan keyin 12:45 da chiqib ketsa, u zo'rga borish kerak. Shunga o'xshagan narsa. O'shaning uchun ham hozir bizda lekin men hali ham bo'lsa o'sha kam ishlagan aktyorlarim yoki bo'lmasam o'sha shogirdlarim
yangi kelayotganlar bo'lsa, ular albatta filmni tashlab yuboraman. Film tekstini tashlab yuboraman. Rolini Ma'murov saniki deb. Beraman. Bo'lib ham berasiz. Bo'lib ham beraman-da, degandaki ancha pishib keladi. Men nomer Juda bo'lmaganda so'z bilan juda bo'lmasa so'zni tanishib keladi. Nomerim bor sizda, Bahodir. Bahodir akam to'g'ri aytibdilar. Hozir o'sha paytlarda hozir ko'p eslolmaydi, eski paytda 4 ta dublyajning bo'lganda endi bo'lsa, 4 ta kanal dublyaj bo'lgan. Bo'lsa 5 ta. Sport qo'shsa. U ham keyin bo'lgan. U ham keyin. Hozir nechta masalan, kerak bo'lsa mana kanallarni masalan 8 ta 10 ta bo'lsa, qo'shimcha platformalar bor u aktyorlarga, ya'ni unga borish kerak. U yerda seriali bor. Tushunish kerakdiganlarga qo'shiladigan joyim bor. Agar reja qilmasa hozir aktyor, unda bilakni tutib yoki kalla bilan zo'r qilib reja qilmasa, yo unga yo bunga pododit qilib qo'yadi-da, kechga qolib yoki kelmay qolib, esdan chiqib. Yana bitta tarafi bor. Hozir o'sha aktyorskiy bazamiz juda xarob ahvolda-da. Aktyorlarning o'zi kam. Ya'ni professional aktyorlar kamda. Hali siz aytganingizdek, kala maktab ko'rgan yoki umuman maktab ko'rmagani tiqilyapti. O'shunaqasi kamligini hisobidan ham shunaqa ahvol bo'lyapti-da. Yana bitta tomondan bor, aktyor kam deyapsiz, to'g'ridir, qanaqadir qisman qo'shilaman, lekin menda masalan o'zimni qarashimdan kelib chiqaman, o'rta yosh ovoz bor-u, o'rta va sal yuqoriroq. Ana o'sha anaqa segmentimiz kam. Yosh aktyorlar, yosh ovoz ko'p-da. Topasiz, ha. Yosh ovoz bor ham-da endi. 40 plyus yo'q. Ha, 40 plyus yo'q. chunki bizning ko'p katta ustunlarimizdan o'tib ketishdi. Hoshim aka, Arslonov, Sanjar Sadullayev, Fathulla aka, Masudovlar o'tishdi-da. O'rin hozir yo'q. Qanaqadir Kamoliddin aka, rahmatli Kamoliddin aka Usmonov eksperiment qilib teatrlardan topardilar. Men kastinglarga qoyil qolardim. Ayniqsa Vir va Zaraga tushganimda Avaz akani Soy akani eslab o'tdim. Soy Avazovni hali advokatga Anupam Ker aktyorimiz bor, Hind. Shularga papadanalardi. Ya'ni bir xil narsalar men o'zimcha ochardim, ko'rib. Ham aktyor, ha bu ham anaqa. Yoki bu ham ishlatsa bo'lar ekan debdi. Hozir shunaqa eksperimentlar ham bo'lmayaptimi deyman-da. Yoki top beringlar o'rta yoshimanga. Yo'q. Buning uchunchi qanaqadir har bitta rejissyor o'zini bo'sh vaqti bo'lishi kerak. Men ham borganman, teatrlarga borib aktyorlar tanlashga harakat qilganman, eshitib o'tirganman. Lekin qanday vaqting bo'lsa, bir kun, hatto bir haftada bir kun o'sha erkin kuning bo'lsa, borib, ko'rib, aktyorlarni chaqirib olib kelsang bo'ladi. Endi hozir unaqa imkoniyat yo'q. Qani menga ko'rsatinglar, qaysi odamni bekorchi vaqti bor? 7 yoshdan 70 yoshga hech kim bosh vaqti yo'q. Hamma shu yugur chop. Aktyor ham o'zicha kelmaydi, men ishli dublyajda deb masalan. Unaqa yoshdagi aktyorlar-da. Yo'q, unaqa yoshdagilarni kelish qiyinroq bo'ladi, chunki ko'proq yoshlikda qiziq boradi-da. Endi lekin ko'rganda men chaqirmaysiz, nimaga chaqirmayapsiz degan tanbehlar bo'ladi. Endi ularni ham tushunish kerak. Misol uchun har bitta odamni ovozi hozirgi bizani ishlayotgan dublyajimizga tushirmaydi-da. Nimaga tushmaydi? Bitta odam 3 ta, 2 ta, 4 ta odamga ovoz beradi. U ovozlar bor, har xil ovozlar bor. Xarakterli ovozlar bor, literalli ovozlar bor. Ovozlarning o'zi ham turiga bo'linadi-da. Yevropacha ovozlar bor. Vostochniy ovoz bor. Sharqona ovozlar bor-da. Sharqona ovozi misol uchun Yevropacha filmga bera olmaysan-da. Quloqni kesadi. Quloqni kesadi. Yoki bo'lmasa Yevropacha ovoz bor. Uni sharqona ovozga bera olmaysan. Chunki bu yerda misol uchun soqoli o'sgan Hind qara chol bo'lsa-da, unga misol uchun Yevropacha ovoz bera olmaysan-ku. To'g'ri. Shunga o'xshaydi. Keyin bir xil ovoz bor, literalli ovoz. Unisi ham shu, unisiga ham shu. Noyob. Sizlarni tormay bor, aktyorlarni aytib. Ularni aktyorlarni hamma biladi, u aktyorlarimiz. Yo'q, endi ular xafa bo'lib qoladi, tabaqalashtirib qo'yadi. Yo'q. Lekin to'g'ri. Hozir aktyor o'zi avvalambor bilish kerak. Borganmi, senga rejissyor ovoz berdi, в смысле, rol berdimi? Unda ko'rish kerak-da. Bu men rolman nega desangiz, mamlakat, men sal ovozim yuqoriroq yoki ovozim ingichkaroq deb o'shani o'zi ham aytsa, rejissyor xafa bo'lmaydi. Yo'q deydi, yo'qsa tushunib harakat qiladi. Chunki bir xil ovozlar bor, o'sha yoshligicha yosh bo'lib qolib ketadi. Men ko'pincha aktyorlarimga aytaman, o'sha ingichka yosh ovoz beradigan aktyorlar, ko'proq ayollarga aytaman. Sen ingichkalar qolib ketmagansan, bir umr sen
Buratino bo'lmaysan yoki Bruno bo'lmasa sen o'sha yosh qizcha bo'lga ovoz bermaysan. Katta bo'lganda katta ovozga bersin yoki bo'lmasa kattaroq bir kampirlarga yoki ayollarga ovoz bersa jahlim chiqadi. Bunga ovoz bermagan, sani ovozing emas bu, tembiring emas. Sen mana bu yoshgacha ber, bundan buyog'iga bermagin. Bermoqchi bo'lsang o'rgan avvalo. Qatga ovoz olishing kerak. Qaysi diapazonda gapirishing kerak, misol uchun Brunoga gapirishing kerakmi yoki bo'lmasa diafragmada gapirishing kerakmi, yo qorinda gapirishing, yo bo'lmasa tomoqda gapirishing kerak. Shu narsalarni bilganda keyin o'rganib keyin ovoz bering deyman. Hozir chet el Osiyo ovoz dedingiz, shunga yarasha ba'zi aktyorlarga mashqlarni bergan bo'laman. Farg'onadan chiqishing uchun mana bunaqa mashqlarni qilgan deyman, lekin o'sha hozir mana ko'rayotganlarga zo'r, ayniqsa rejissyorlarga master klass bo'lyapti, mana rejissyorlar suhbati endi mana ochilyapmiz. Bitta narsani eslab o'tib ketdik kayfiyat uchun. Jahongir aka bilan ko'chani zakazi, Muvat zakazida adashmasam, 3X degan film qildik. Men tarjimonni so'rardilar, kimlar aktyor kastingingizdan o'zingiz anaqa ko'z oldingizga keltirib. Endi unga shunaqa tadbirki qilib, o'sha yerda bir eksperiment qilgim keldi. Gulchehra opani qo'shinglar, shu yerga dedim Nosirovani. Gulchehra opa aytganingizdek, mana Gulchehra opa sharqona ovoz. Nimaga? Hali tepadan yopilib tushyapti nimadir, hali yigit qolib ketyapti, qiz qaramasa ham Roben baqiryapti deb bor kuchi bilan. Yo'ra o'tirdim, Kajol, Rahul dotganga o'xshaydi. Endi o'g'irlanmagan kelin, hayotda hamma narsa bo'ladi-da, Bekzod aka ikkalalisi seli filmga ovoz berishgan, o'rganib ketgan o'sha ovozga-da endi. Keyin eshitib, haqiqatan bar bo'lmaganda o'sha. Yo, endi bizani ko'zimizda, o'zi kino yaxshi chiqqan boshqa bo'lgan holda aytganingizdek, anaqa o'zini nimasi bor. Shu paytda men yana bitta narsa aytmoqchiman. Jir gapingni bo'ldim. Yo'q, bo'lmadi. Mana shu yangi kelgan o'sha shogirdlarga deyilgan, shogird desam anaqa bo'ladi-yu, o'sha o'rganuvchilarga iloji bo'lsa Yevropa ismlidan 200 tasini o'qib menga aytib berasan. Yoki bo'lmasam o'sha arabcha ismlardan internetga kirsangiz hamma joyda bor. Lekin ularning talaffuzi boshqacha. Ularga ham o'sha bo'g'im boshqacha qo'yiladi. Misol uchun fransuzchaga boshqacha qo'yiladi, ruschaga boshqacha bo'g'im qo'yiladi ismga, familiyaga. Mana shularni o'rganib kelgan, menga ko'rsatasan deb aytgan joylarim bo'lgan, daftarchaga yozib olib kelgan, o'qib berasan menga, o'rgan degan joylarni. O'ziga olgani, o'rgangan, o'ziga olmagani haligacha Ivanov aytadi. U tushunmaydi-da, keyinchalik qanaqa. Keyin bu keladi bu. Har doim misol uchun Ahmad aka, Rahmat aka deb aytmaydi-ku. Har doim ham o'sha o'zimizning tildagi ismlarni aytmaydi. O'sha fransuzcha uchrab qolishi mumkin. Yoki bo'lmasam ispancha yoki italyancha aytib qolishi mumkin. Shu bizga tushunmagan xitoycha aytib qolishi mumkin. Shularni o'rganish kerak-da. Umuman aktyor, yaxshi dublyaj aktori va yuqorida aytganimdek, butun umr izlanishda bo'lish kerak-da. Mana hozir Afzal akam bilagan shu paytda qoyil qolaman shunaqa buyuk aktyor. Misol uchun mana bu narsa Afzal aka hali internasional aktorga ketdi desa, "Yo'q" deyiladi, bo'ldi boshqalarga aytib beradi. Bir xilga o'sha qani qo'ychi eshitdik, unaqa narsa yo'q. Yaxshi chiqdi-yu, isbotlab ber menga buni. Qani eshitdik, nega unaqa? Sirasi. O'shancha men har doim aytaman, Hoji Akbar akam bilan hurmat, Alloh rahmat qilsin. Bular bilan ishlash, keyin mana hozir Afzal akam ularga chaqirib turaman, Afzal akam bilan ishlash yoki bo'lmasam Neyl opamlar bilan, katta yoshli aktyorlar bilan ishlash anaqaki, ular aytgan o'sha mabodo xatolik ketsa bo'lsa, darrov to'g'rilab ketadilar-da. Bunaqa gina qilish, xafa bo'lishlar yo'q. Yoshlarimiz, misol uchun menga keladigan ko'p aktyorlar bilmadim, sarf qilishadimi, lekin hammalari yaxshi. Haqiqatan bo'lmasa, Sanjarman ko'p ishlayman hozir. Alisher degan bitta bola bor. Anis va Ahmadjon bilan ko'proq hozir ishlayman. Endi bularni hamchi baribir tarbiyalash kerak-da. Endi o'zingiz aytganingizdek, baribir aktyor shakllanib, sayqallanib boraverish kerak doim. Xuddi bizaniki ham katta sportga o'xshaydi-da. Shunaqa. Agar ustingizda ishlamasangiz, darrov formadan chiqib ketasiz. Bu kasb qiyinligi shunda. Shuning uchun ham doim siz aytganingizdek ishlab turish kerak. Doim ishlamasangiz foydasi yo'q. Keyin men sizga yana bitta narsada hurmat qilaman. Haqiqatdan mana Afzal akam haqida gapirdingiz. Mana Afzal akam bilan o'zi juda ko'pchilik ishlolmaydi. Nimaga ishlolmaydi? Birinchidan endi o'sha Afzal akam yomon odam bo'lgani uchun emas, birinchidan talabchan bo'lganlari uchun.
keyin baribir ikkinchi taraf bor, gonorar. Buni ochig'ini aytamiz. Haligi biza u pul to'lashga qurbimiz yetmagani uchun ko'pincha chaqira olmaymiz. Lekin Bahodir Qosimov shu paytgacha ham mana ishlab kelyaptilar. Hattoki o'sha xasta bo'lgan paytlarida ham, boshqada ham mana oldingizda olib yuribsiz. Buning uchun sizga yaxshi ma'noda rahmat aytish kerak. Afzal akamni shunaqa hurmat qilib ardoqlab olib yurganingiz uchun. Mana endi Afzal akamni o'zlaridan ham ko'p bir-ikkita suhbatlarda eshitganman. O'sha siz haqingizda ham yaxshi fikrlar eshitganman. Hozir nima deb o'ylaysiz? Afzal akamlarning shunaqa zo'r bo'lishida o'zi nima kerak, nima sabab? O'sha ularni ko'rgan maktabi sababmi? Ya'ni o'sha intizom, o'sha ishga nisbatan mas'uliyat, hozirgilarimizda chiqmayotgan narsa nimaga o'shalarda zo'r bo'lgan? Afzal akamda, Noil opamlarda nimaga zo'r bo'lgan deb o'ylaysiz? Nimaga haligacha zo'r shu narsa? Agar misol uchun shaxsan Afzal akam keladigan bo'lsa, Afzal akamda javobgarlik hissi juda ham kuchli. Mas'uliyat kuchli. Men hech qachon Afzal akam kech keldi degan paytlarini yoki 10 minut kechiktirdi yoki 5 minut kechiktirdi deganlarini men shuncha yildan beri birga ishlayman, ko'rmaganman, eshitmagan. Bir marta shunaqa voqea bo'lgan, ertalab ishlagan paytimizda unda men Shayxontohurdagi studiyada ishlardik. Soat 6 kechalariga kelmadilar, poyladim kelmadilar. Shunda kelgan soat 10 lardan keyin xavotir olib, telefonlar ham o'chirilganda, gaplashib qilsam, ular kelayotgan paytlar shunda Shayxontohurdagi Abay ko'chaga burilib turgan paytlarda, svetoforda turgan paytda orqalaridan bitta mashina kelib urgan. Shofir bechora uxlab qolgan ekanda o'sha paytda. Unaqa yomon ziyon bo'lmagani, lekin fakt shuda ishga keladigan darajada bo'lmaganlar-da. Shu bilan bitta o'sha voqeani eshitdim, u ham bo'lsa sababi mana shunaqa. Shu mahalla sababi bor. Keyin Afzal akam talabchanlar. Mana shu berayotgan narsani misol uchun to'g'ri tushuntirib kerak edi Afzal akam. Avvalambor o'zlari tushunib oladilar, nima tushunmagan narsalarni o'qiydilar. Obdon tushunib oladi, keyin bir xil paytda sal g'alazi bo'lib qolsa, o'zbekcha gapiryapmanmi deb qo'yadi. Shunaqa puliga olib gaplashadigan joylarimiz bor. Keyin ko'p kitob o'qiganlar Afzal akam. Afzal akam hatto davlat rejissyorlik ham qilganlar. Undan xabarim yo'q ekan. U taxminan o'sha 2000-yillar boshlarida bo'lgan voqea bu. Bitta filmga, arabcha filmga rejissyorlik qilganlarda, keyin 15 serial ham shunaqa serial. O'sha paytda eslasangiz, Hikma xonim degan serial. O'shani unga emas, boshqa serialga. Unda qaysi bir serialga beringlar, men qilaman deganlarda. O'sha davrlarda. O'sha davrlarda keyin film tamom bo'lgandan keyin ana tugatganimizdan tekst tashlagan. Menga emas ekan, aktyorlik qilishim kerak deganlar-da. Bu ham ma'qul. Lekin yaxshi tarjimonlar. Afzal akam qilgan tarjimasi shunday tushadiki, pauzasigacha. So'zgacha to'g'ri tushadi. Buni qobiliyatlari kuchli. Keyin shunaqa talabchan bo'lgan odam ham rejissyordan ham talab qiladi. Ba'zi bir narsalar bor, bizada o'sha pulga qaramaydigan narsalar bor-da. Afzal aka kino bor. Dushga qilish kerak, shuni deb qo'yaman-da. Bo'lib kelaman, qachon keling deb. O pulni ham so'ramaslar, boshqa masalalar. O'sha film juda ham bir ma'qul qoladigan darajada bo'lishi kerak. Odamlar eslayveradigan kino bo'lishi kerak. Bu yo'q emasda-da. Boshqa tomonlari ham bor. Yoki bir narsani o'qib beringsa, bo'l, xo'p. Dile düşeyimmi? Dile düşeyim. Okuyalım. Rejissor Bahodir Qosimov tomonidan o'zbek tiliga o'girilgan filmlar bo'yicha bilet savollar. Tezlik yoki Munnaboy? Tezlik. Tezlik yoki o'tkinchi dunyo? O'tkinchi dunyo yoki Salom shodlik, salom g'am? Salom shodlik, salom g'am yoki sevishganlar? Salom shodlik. Salom shodlik, salom g'am yoki Jek va loviya poyasi? Endi serialga o'tib aralashtiramiz. Qani siz ijod mahsullaringiz? Jek va loviya poyasi. Jek va loviya poyasi yoki Uzuklar hukmdori? Jek va loviya poyasi. Jek va loviya poyasi yoki Garri Potter? Garri Potter yoki Dengiz hukmdori? Javob aniq edi. Dengiz hukmdori yoki Jumon? Jumon yoki Esmeralda?
Esmeralda yoki muhabbat qahvasi. Esmeralda. Esmeralda yoki salomlamasdi. Esmeralda. Esmeralda yoki muhtasham 100 yil. Muhtasham güzel. Muhtasham 100 yil yoki mendirman Jaloliddin. Mendan javob. Mendirman Jaloliddin demak g'olibimiz bo'ldi. Hozirga rahmat savol javoblarga. Bahodir aka, avvalambor bugungi tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Bugun nafaqat o'sha obunachilarimizga yangi dublyajga qiziqayotgan o'sha o'quvchi deymizmi, shogirdlarga juda katta master klass bo'ldi va o'zimizga ham juda katta master klass bo'ldi. Buning uchun sizga tashakkurlar aytamiz va niyat qilamizki, Xudo xolasa bu suhbatimiz so'nggisi emas. Hali bu borada juda ko'p mana shu loyihani davomi o'laroq siz bilan suhbatlar qilamiz. Kattakon rahmat. Rahmatlarga vaqt ajratib kelganingiz uchun rahmat. Yaxshilik ko'rishib yuring. Bitta endi pataqa bering endi bizlarga. Qani. Allah ham shu ishni boshlabsizlar. Oxiran ham bo'lsin, martabalar bo'lsin, yuzinglar yorug' bo'lsin. Obunachilar ko'paysin. Rahmat. O'sha xalq sevgan aktyorlarga xizmat qilishdan charchamanglar. Hammamiz Yuzga ko'rsatish uchun katta mehnat, kuch kerak bo'ladi. Shunda Alloh nozib quvvat berdi. Alloh. Rahmat. Baraka toping. O'zgani qo'yib yuboringlar.